insaytlaringlardan, olgan bilimlaringlardan nimadir qildinglarmi, kimdir ulgurdimi nimadir qilishga? Mana 2 kunda nima qilsa bo'ladi degan savol tug'ilishi mumkin. Lekin men ko'rganman 2 kunda butun hayoti shuni trayektoriyasini o'zgartirib yuborgan insonlar. Chatga yozinglar, men bir nechta narsani bir nechta keys o'qib chiqaman-da, keyin sekin bir chekkadan xudo xolasa boshlayman. Xo'sh, chatga yozinglar, nima qildinglar? Chotki. Kechagi dars oxir 30 minutda nima bo'ldi, shuni qisqa aytaman. Kunimni rejasini tuzdim, okey, rejalashtirish boshladim. Bloknot sotib olibdi kimdir. Hop. Hayot o'yin bo'lib ketdi. Hayot o'yin bo'lib ketdi. Bloknot sotib oldim, kunlik reja tuzishni boshladim. Kunim barakali o'tdi. Reja tuzdim. Anchadan beri qilolmagan ishimni qilishni boshladim degan kommentlar ham keldi menga. Bloknot, kalendar va hokazo. Okey, qarab turinglar. Umumiy olib qaraydigan bo'lsak, 95% holatda, taxminan 95% holatda odamlarning asosiy maqsadi, mana misol uchun biz marafonni ham nimaga men maqsad deb atadimmi? Bugun oxirgi kuni yana bir marta. Bugun sizlar bilan xayrlashamiz, xudo xolasa. Keyingi yilgacha marafonni ham maqsad deb nomlaganmiz, nomi. Mana bu yerdagi 2025 shunchalik indikator xolos, ya'ni nechinchi yilga maqsad qo'yishimiz haqida gap ketyapti. Va odatda 95% holatda odamlarning maqsadi pul bilan bog'liq bo'ladi. Pul. Nimaga bunaqa degan savolga javob juda ham oddiy. İnsonlarda odatda hamma narsa bor. Sog'liq bor. Yosh hali yetarli, misol uchun dajdan 60-50 ga kirgan bo'lsangiz ham, ehtimol yana 30-40 yil yashaysiz-da. Tem bo'lib ko'p yil yoshsizlar baribir, nisbatan yoshsizlar, tam 25+, 20+, 30+ va hokazo. Sizlarda hali vaqt ko'p. Ota-ona tirik ko'p yilda yoki ota-ona kasal emas ko'p yilda va hokazo. Shuning uchun 95% holatda sizlarda hamma narsa bor, faqat pul yetishmovchiligi bo'lish ehtimoli bor. Daji orangizda tadbirkorlar bo'lsa ham, pul yetishmovchiligini masshtabi har xil hammada. Shuning uchun bugun daromad haqida, 3-kunda daromad haqida, pul haqida gaplashamiz. Lekin bitta narsani men tushuntirib beraman. Kelinglar, birinchi bugun nimalarni ko'rib chiqishimizni boshlaylik. Tak, slayd topib chiqib beringlar menga iltimos. Tak, 2023-yilda istalgan ko'nikmani 10 barobar tezroq o'rganish va daromadni oshirish usullarini ko'rib chiqamiz sizlar bilan birgalikda. Xo'p, nimalarni o'rganamiz bugun? Sizni boy qiladigan odatlar haqida gaplashamiz. Birinchi o'rinda sizni boylikka olib kelishi mumkin bo'lgan, sizni pulingizni ko'paytirib berishi mumkin bo'lgan, даже sizni pulingiz ko'p bo'lsa ham, даже siz ko'p pul topsangiz ham, sizga bu narsa yordam beradi. Ya'ni siz yana qo'shimcha pulingizni ko'paytirish mumkin bo'lgan qo'shimcha ko'nikmalarni orttirishingiz mumkin bo'ladi. Men bugun shu odatlarni sizlarga ochib beraman. Qanday qilib shu odatlarni shakllantirishingiz mumkinligini, yo'nalishini ko'rsatib beraman. Xo'p, endi undan tashqari sizni kambag'al qilishi mumkin bo'lgan odatlar haqida gaplashamiz. Ayrim odatlar bor, sizni daromadingizga to'g'ridan to'g'ri kelib uradi, sizni hayotingizga to'g'ridan to'g'ri kelib uradi. Katta ehtimol bilan sizga bu narsa foyda bo'lmaydi. Shuni hisobiga kambag'al qiladigan odatlarni ham ko'rib chiqamiz. Xo'p, 2023-yilda kerak bo'lgan soft skilllar haqida gaplashamiz. Soft skill nimaligini tushuntirib beraman. 2025-yilda umuman olganda yaqin kelajakda eng asosiy o'zida shakllantirishingiz kerak bo'lgan, xarakteringizda shakllantirishingiz kerak bo'lgan jihatlar haqida gaplashamiz. Iteratsiyalar usulini ko'rsatib beraman. Istalgan ko'nikmani tezda o'rganish mumkin bo'lgan usullardan biri. Iteratsiya nima, qanaqa usuli va hokazoni tushuntiraman. Undan tashqari kecha sizlar bilan birgalikda men chempion deb yozinglar dedim. Men esingizda bo'lsa jahon chempionatiga yo'limni aytib beraman dedim. U yo'li haqida ham gaplashamiz. Kakras maqsadga tegishli. Yangi yilda meni 8 qadamli rejamni aytib beraman sizlarga. Kecha qatnashganlarga tushuntirib berdim, ko'rsatib berdim. Bugun ham gapirib beraman, ko'rasizlar, tushunib olasizlar. O'tda bitta loyiham onboarding ham bo'ladi va 2023-yilda kerak bo'ladigan hard skilllarni undan keyin ko'rib chiqamiz. Ya'ni hard skill, soft skill farqi boradigan bo'lasizlar. Oxirida zo'r sovg'a bor, bomba sovg'a. Men o'zimga o'ta qiziq bo'lgan sovg'alardan biri. Hozir ko'rasizlar qanaqa sovg'aligi. Haqiqatan ham juda ham qiziqarli sovg'a. Tashkiliy momentli 30 soniya farq, jonli efir to'xtatish mumkin emas, zapis bo'lmaydi, moderatorlar chat nazorat qiladi. Marafon davomiyligi 2 soatdan 3 soatgacha bo'ladi. Kecha 3 soat bo'ldi. Meni Instagramda belgilanglar,
ko'rsam man sizlarni отметка qilib qo'yaman yoki like bosaman обязательно. Storiesga kirib like bosib qo'yaman, kamida minimum xudo xolis. Xo'p, demak, jonli efir oxirida sovg'a bor. Qanaqa sovg'a? Sovg'a dahshat. Mendan yana bitta qo'shimcha jonli efir. Tadbirkorlik afsonasi deb nomlangan jonli efir. Kim biznes boshlamoqchi yoki biznes bilan shug'ullanadi, biznes deb yozinglar. Agar biznes bilan shug'ullanadigan bo'lsangiz ham siz uchun bu o'ta foydali bo'ladi. Agar siz biznesni hali qilmagansiz, lekin hayolingizda bor, men biznesmen bo'lishim kerak, men tadbirkor bo'lishim kerak, men ko'p pul topishim kerak va men ko'p pul topsam, men katta loyihalarni qila olaman degan hayol bo'lsa ham hayolingizda, yozing biznes deb. Sizlarga bu narsa qiziq bo'lsa, men sizlarga Xudo xohlasa mana 63 yoshli odam ham yozibdi. Meni eng katta shogirdim 79 yosh bo'lgan. Biznes va hokazo tadbirkorlik afsonasi degan jonli efir bo'ladi. Bu jonli efir qo'lga kiritish uchun shunchaki bugungi darsimizni oxirigacha o'tirib bersangiz bo'ladi. Tamam, boshqa sizlardan hech narsa talab qilmayman. Va o'shanda tushuntiraman qanday qilib bu narsani olish mumkinligini. Xo'p, tayyormisiz? Tayyor bo'lsangiz plyus bosib yuboringlar va men bir chekkadan xudo xohlasa boshlayman. Akalar, men buni yo pasaytirish kerak, yo o'chirish kerak. Tayyor bo'lsangiz plyus bosib yuborsanglar, men sekin boshlayman. Xudo xohlasa. Qaysi biri tovush chiqaryapti bundan kuchli? Sal pasaytirsa bo'lmaydimi просто? O'ta katta xato narsani olib kelibsizlar-da. Xo'p, lan. Boylarning odatlari. Boy insonlarning o'ziga yarasha odatlari bor. Turli xil odatlar bor. Men juda ko'p boy odamlarni taniyman. Meni ustozlarim bor. O'zimdan ancha boy meni atrofim. Mana menda ikkita asosiy krug bor. Mamdan qilib oladigan bo'lsangiz, ikkita doiram bor. Meni ikkita krugim bor. Krug deyiladi. Misol uchun krug o'zbekcha so'z. Ruscha so'z, lekin o'zbek tilida ham ishlatiladi. Odatda, ya'ni davra. Bu bizning davramiz, bizning krugimiz, bizning eng yaqin odamlarimiz. Ayollarda ham bor krug, erkaklarda ham bor krug va hokazo. Krugga katta kichikligi bo'ladi. Ya'ni kichkina krug bo'ladi. Tam 5-6 ta eng yaqin og'aynilar. Sal kengroq krug bo'ladi. Va hokazo. Menda ikkita krug bor. Ikkita asosiy krug bor. Bitta krugim, men o'sha yashagan joyimdagi krug, meni Namangandagi krugim, meni do'stlarim. Meni yoshligimdagi do'stlarim, meni qadrdonlarim, ko'chada meni kimdir urib tashsa, kallamga futbol qilib tepib tashsa, bir narsa qilsa, bu bolalar keladi, bu bolalar men uchun urushadi, bu bolalar meni eng qadrdon do'stlarim. Lekin bu bolalarni puli yo'q. Ya'ni pul yo'q. Yo kam yoki yo'q. Ya'ni bular ishlaydi, oila oladi, boshqa qiladi, lekin katta daromad qilmaydi. Ikkinchi krugim bor. Bu ham meni qadrdon insonlarim, lekin bu insonlarni men o'zi ongli hayotda orttirganman. Bu meni ustozlarim, bu meni hozirgi kundagi yaqin do'stlarim. Men ko'p ko'rishaman ular bilan. Men zalga boraman birga. Mediada ko'pini obunachisi ko'p, ko'pini puli bor, qimmat mashinalari bor, uylari bor va hokazo va daromadi bor. Va bu krugda pul bor. Lekin puldan tashqari yana nima bor degan savol tug'ilsangiz, bu krugda yana bitta zo'r narsa bor, menga yoqadigan narsalardan biri, bu ma'lumot. Ya'ni mana shu ikkinchi krugda ma'lumot bor. Ma'lumot degani men o'zimni muammolarimga doim yechim topa olaman. Doim, почти 100% holatda men agar o'zimda, meni biznesimda o'tda bu yerda qator muammo chiqsa, xodimlar bilan muammo chiqsa, pul bilan menda muammo bo'lsa, men mana shu krugimni oldiga borishim mumkin, aytishim mumkin. Любой 4-5tasi bilan gaplashib chiqsam, meni muammoim odatda hal bo'ladi. Tushunyapsizlarmi? Shu darajada katta anaqa krugga ahamiyat. Men hozir buni ham bu haqda ham gaplashamiz va mana bu krug bilan bu krugga bitta asosiy farqi, mana pul va hokazolarni olib tashlaydigan bo'lsak, bu odatlar farqi. Bularning odati boshqa, bularning odati boshqa. Mana shu kesimni men yaqqol ko'raman ko'zim bilan. Bu krug hammasi kitob o'qiydi. Bu krug kitob o'qiydi. Misol uchun mana dunyoning statistikasini keltirib beraman. 88% millionerlar, multimillionerlar kamida 30 daqiqa kuniga o'qir ekan. Kitob haqida gap ketyapti.
Maqola, Instagramdagi yana bir narsalar emas, yo'q, aynan kitob. Aynan kitob. Ayollar aldiydi, erkaklar aldiydi, raqamlar aldamaydi deydi-yu. Shuning uchun men sizlarga hozir 10 ta sizni boy qilish mumkin bo'lgan odatlar haqida gap ochishni boshlayman. Sekin-sekin u yog'iga sizni kambag'al qilib pulingizni kamaytirib yuborishi mumkin bo'lgan odatlarni ko'rib chiqamiz. U yog'iga asosiy kalitni urg'uni qayerga berishimizni ko'rib chiqamiz sizlar bilan birgalikda. Undan keyin qaysi ko'nikmalarni, o'sha ko'nikmalarni qanday qilib o'zimizda rivojlantirish mumkinligini ko'rib chiqamiz. Undan keyin asosiy soft skilllar haqida gaplashamiz. Siz 2025-yilda pulga olib kelish mumkin bo'lgan. Undan keyin oxirida o'sha sovg'ani sizlarga berganimda o'tda jonli efirda, ya'ni ikkita qism deb hisoblasanglar bo'ladi. Men sizlarga уже konkretni biznesni Adan Yagacha hamma narsani har holda o'zim bilgan narsani tushuntirib beraman. Tushungan bo'lsanglar, sekin boshlaymiz. Xo'p, demak, slayd topib chiqamiz va sizni boy qilish mumkin bo'lgan odatlar. Yana bir marta boylarning odatlari haqida ko'p kitoblar yozilgan, boshqa narsa qilingan. Men o'zimni tahririmni berib o'taman. Men o'zimni ustozlarimdan va o'zimni atrofimdagi boy insonlardan sizlarga mana shu narsani sharhlab beraman, tushuntirib beraman. Mana men bunda bunaqa va hokazo deb ko'rsatib tushuntirib beraman, xudo xolisa. Xo'p, demak, birinchi odat va eng asosiy odat bu, mana nima tegib qolyapti bu xatga? Birinchi va eng asosiy odat bu yozma rejalashtirish. Men taniydigan mana shu guruhdagi hamma odam, hammasi обязательно yozma rejalashtiradi. Misol uchun meni ustozim bor, Mirshod aka Shakirov degan. Tanisanglar kerak. Bu insonni bir nechta davlatda biznesi bor. Xitoyda biznesi bor, Amerikada biznesi bor, Buyuk Britaniyada biznesi bor, yana qayerdadir biznesi bor. Multi tadbirkor, ya'ni bunaqa odam seriy tadbirkor deyiladi. Va bu inson har safar oldiga borganimda, gaplashganimda qanaqadir ma'lumot bersam ham, u menga qanaqadir ma'lumot bersa ham, farqi yo'q. Nima bo'lishidan qat'iy nazar, doim oldida naqasi bo'ladi. Kichkinagina takoy iPadcha olgan. O'sha iPadchasiga yozib o'tiradi. Faqat yozma ravishda reja qilinadi. Faqat yozma ravishda. Bo'ldi, boshqa hech narsa yo'q. Misol uchun P&L degan narsa bor, profit and loss deyiladi. Hisob-kitob qilish, misol uchun siz bu hafta nech pul topdim-u, nech pul yo'qotdim. U oy nech pul topdim-u, nech pul yo'qotdim. O'sha narsalar ham tiyinigacha har kunligi prям qadamma-qadam rejalashtiriladi. Ya'ni birinchi odat o'zida shakllantirish kerak bo'lgan odat yozma rejalashtirish. Bu odatga men ko'p to'xtalib o'tirmayman, sababi kecha men rost tushuntirdim bu narsani. Kim boshladi? Men deb yozaylik, kim boshladi kunini yozma rejalashtirishni? Bu boylikka bo'lgan bitta qadamlaringizdan biri. Agar sizlar уже tadbirkor bo'lsanglar, baribir обязательно o'zingizlarning shaxsiy ishinglarni ham, biznes ishinglarni ham yozma rejalashtirishni boshlaylik. Bu juda ham katta muhimlikka ega narsa. Yozma rejalashtirmasangiz, katta ehtimol bilan siz o'zingizning miyangizni qo'shimcha resursini ishlatyapsiz. Tushunasizlarmi? Men bloknotda qo'shimcha miya deb xatayman. Bu meni tashqi miyam, tashqi xotiram. Men o'zimni xotiramni, o'zimni miyamni, o'zimni ongimni va ongsizligimni energiyasini sarflab o'tirmayman-da. Men bloknotga topshirib qo'ya qolaman. Menda qolgan energiya boshqa narsaga zo'r ishlaydi keyin. Odamlar boshi ichidan bir narsani olib yuradida, keyin kuchi nimagadir yetmaganiga hayron turaveradi. Tez charchab qolasiz. Xo'p, demak, bu birinchi odat. Eng asosiy odatlardan biri. Bekorga shundan bor. Men buni yoqib qo'ysanglar yaxshi bo'ladi, boya turadi. Tiymagunligi yaxshi turadi mana shu. Xo'p, demak, keyin ikkinchi odat, doimiy ilm olish. Doimiy ilm olish. Men kuzatgan narsa, Zafar aka deysizmi, Hasan Husan aka, Mamasaidov ustozlarimiz deysizmi? Farqi yo'q, kim? Jo'rabek aka, Murod aka Nazarov, tak, Lazza aka Adhamov, tak, bizda kim yana? Mirshod aka boyagi ustozim Shakir va hokazo. Farqi yo'q. Даже yoshlar tadbirkorlarni olsak ham, Jahongir Po'latov olasizlar Selfmade-dan, yoki aytaylik Shahzodni olasizlar Bahodirov Thompson o'quv markazi doimiy ravishda qayerdadir o'qishadi. Doim Skolkovada o'qiydi. Bittasi universitetda o'qiyapti. Bittasi misol uchun men taniyman, Namangandanman, bitta Hoji akani taniyman, ishlab chiqarish bilan shug'ullanadi. 37 ga kirgan odam, 36 37 ga kirgan odam universitetga kirib o'qiyapti. Tinchlikmi desam, ma'lum haligi o'qiyapti qisqasi. Qo'pol qilib aytganda, ya'ni bu yerda aynan universitet haqida gap ketmayapti. Aynan universitet haqida gap ketmayapti. Gap shundaki, har doim to'xtamasdan yo o'qiladi, yo kurslarda o'qiladi, yo qayerdadir o'qiladi. Misol uchun men o'tgan yili shunaqa holat bo'lgan. Mana shunaqa marafonni o'tkazmoqchiman. M-faktorda o'tkazgan edim men.
adashmasam iyul oyi yoki iyun oyi 2023-yilda Superme 3.0 o'tkazmoqchimiz. Katta trafik, 103 mingta, 104 mingta odam olib kirganmiz. O'shanda u paytda juda ham kamchilik inson bunaqa odam olib kirardi. Olib kirganimizda, ha, demak Superme'ni zapuskini qilamiz, Superme'ga odamlar ro'yxatdan o'tkazamiz deb kirganman. Kirsam, Husan aka kurs ko'rib o'tiribdilar. Men aytdim, ustoz, yaxshimisiz? Qanaqa kurs desam, menejment bo'yicha kurs davromda kecha sotib oldim dedilar. Men aytdim, "Necha pulga oldingiz?" desam, "Tayyor $500 atrofida bo'lsa kerak" desam, $5000 ga onlayn kurs sotib olibdi. 5000. Men eng qimmat sotib olgan onlayn kursim $3300. $3300 ga men onlayn digital marketing haqida, onlayn biznes haqida kurs sotib olganman va bu menga juda ham zo'r foyda bergan o'z vaqtida. Umuman olganda doimiy ravishda o'qib turaman, lekin men eng katta informativim bu meni kitoblarim. Men juda ham ko'p kitob o'qiyman, juda ko'p. Men atrofimdagi insonlardan deyarli hammasidan ko'p kitob o'qiyman va hokazo. Shuning uchun slayd topib chiqamiz. Ikkinchi odat, o'zida shakllantirishingiz kerak bo'lgan odat bu doimiy ilm olish. Men o'zimcha zo'rman, bilaman, men cho'tkiman, hokazo. Bilim shunaqa narsada, qaranglar. Inson oxirgacha hamma narsani bila olmaydi. Problema черного ящика deydi psixologiyada, ya'ni qora quti muammosi deydi. Doimiy ravishda biz bilmagan zonalar bo'ladi. Tushunyapsizmi? Siz qanchalik bilimingiz oshsa, shunchalik siz bilimsizligingiz oshib boradi. Nimaga? Mana bunaqa narsa bor-da. Ikkita odamni solishtiraylik. Bitta odam aqlli, bitta odam ahmoq. Qanday farq qilamiz? Ahmoq bilan aqlli. Ahmoq inson noto'g'ri qarorlarni to'xtamasdan ko'p qabul qiladi va qilgan noto'g'ri qaroridagi xatoni inobatga olmaydi hech qachon. Yana qaytib qilaveradi. Aqlli inson qanaqa? Aqlli inson ham noto'g'ri qaror qabul qiladi, qilmaydi emas, xato qiladi, lekin u xatosini inobatga oldi, keyingi safar kamayadi. Har bitta xato aqlli insonni kuchaytiradi. Har bitta xato ahmoq insonni sindiradi. Aqlli inson xatodan kuchayar ekan, ahmoq inson xatodan sinar ekan. Va hokazo. Ahmoq bilan aqllini asosiy farqi shunday. Va yana bitta fundamental farqi bor. Fundamental farq nimada? Aqlli inson nimani bilmasligini juda yaxshi biladi. Aqlli inson qatta kamchiligi borligini juda ham yaxshi biladi. Nimani o'rganish kerakligini juda ham yaxshi biladi. Juda ham yaxshi biladi, shu u hamma narsani bilmaydi. Ahmoq insonda bunaqa ma'lumot yo'q. O'zi ahmoq-ku. U bilmaydi. Oliy ma'lumotga chaqirayotganim yo'q. Hatto men universitetda o'qish tarafdoriman, lekin o'qishni umumiy oladigan bo'lsangiz, bu ilm olish. Ilm olish bu sizning mustaqil ishingiz. Ya'ni siz har safar qayerdandir nimadir o'rganishingiz kerak. Tushunyapsizmi? Misol uchun, mana oddiy misol qilib keltiradigan bo'lsam, qarab turinglar. Demak, misol uchun, mana bozorni algoritmi. Deylik, siz IT mutaxassisiz. Qo'lingizda IT razrabotkasi bor. Lekin siz oyiga tam $1000 pul topasiz. Xohlaysiz $10,000, $100,000 va hokazo bilmayapsiz nima qilish. Eng qizig'i bu yerda bitta zo'r gap bor mana. Любой odam, biznesni qilmayotgan odam yoki pul topmayotgan odam prosta odatda bilmagani uchun qilmaydi xolos. Ko'ryapsizmi? Ilm izlashning qanchalik katta anaqasi bor-da. Bilmaganligingiz uchun bo'lib qoladi shu narsa. Prosta bilmayapsiz. Bu anaqa algoritmga o'xshaydi. Kubik teriladi-yu. Bilsang tera olasan, bilmasang u befoyda burash. U burab o'tiraversa 100 yil vaqting o'tadi, hech narsa bo'lmaydi, hech narsa o'zgarmaydi. Endi IT spetsialist oyiga $1000 topadi. Endi bu IT spetsialist misol uchun oyiga $100,000 pul topmoqchi. Deylik. $100,000 pulni
100 ming dollar pulni man sizlarga bitta narsa aytaman. 100 ming va 100 ming plus daromad bo'ladi, 100 mingdan yuqori daromad. Qo'lingizga tegadigan pul haqida nazarda tutyapman. Ya'ni qo'lingizga mana 100 ming dollar 10 pochka pul olmoqchi bo'lsangiz, bu уже sizni o'zingizni ishingiz bo'lmaydi. Bu уже bu yerda уже komanda ishlaydi. Birinchidan, ikkinchidan qanaqadir tizim ishlaydi. Bu sistema. Bu nima degani? Bu degani shu sistemani bilishingiz kerak. Endi bu yerda qanaqa bo'ladi? Birinchi o'rinda aytishlik 100 ming pul topish uchun qaranglar, nima qilish kerak? Analiz qilish kerak. Bu degani bozorni analiz qilishni bilish kerak, mijozni analiz qilishni bilish kerak, mijozni xohishini bilish kerak, qaysi tovarni nechta sotsa, o'sha narsa o'sha yergacha olib borishini bilish kerak. Ya'ni havodan olib gapirish kerak emas. Bizda bir marta zo'r narsa bo'lganda uni o'chirib qo'yinglar. Yo ovozini o'chiringlar, yo o'zini o'chiringlar. Xo'p, qaranglar, bitta bir kun o'tiribman, men aytaman kimligi bilan, Aziz Rahimov bilan o'tiribman. Zo'r gap bo'ldi o'shanda. Gaplashib o'tiribmiz studiyamda. O'sha paytda Alayskida meni studiyam bo'lardi. Alayskida studiyada o'tiribmizda menga bitta gap aytdiki, men o'sha paytda bitta platforma qilmoqchi edim. Tak, o'zimcha konsept qilib chiqqanman, platformani yozib chiqqanman, tuzib chiqqanman, ilib chiqqanman bu joyga. Aziz keldida, nima bu dedi? Davronbek dedi, men aytdim, qarang dedim, platforma qilyapman, mana shunaqa qilaman, mana bunaqa qilaman, odamlarga platformani beraman, hokazo qanchadan pul ishlayman, men deyapman, odamlar mana bunaqa foyda oladi deyapti-da. Men aytib turaman, keyin u aytdiki, zo'r savol berdi. Mana shu savol fundamental savol. Qaranglar, men prosta bilmaganligim uchun o'sha paytda 2-3 yil oldin men hayolimga bu narsa kelmaganligi uchun men bu narsani o'ylamagan ekanman. Lekin u aytdiki, Davronbek dedi, platforma odamlarga kerakligini qanday bildingiz dedi. Hozir shuncha pul, shuncha kuch sarflayapsiz shu platformani qilishga, shuncha dasturchilarni olib kelib tiqib qo'ygansiz, ishlab yotishibdi. O'sha platforma kerakligini odamlardan bildingizmi o'zi yoki taxmin qilyapsizmi desa, men boshimni qashlab qoldim. Men o'ylab o'tiribman-da, haqiqatan ham platforma kerakmi yo menimcha kerakmikan? Va men nimani o'rganishni boshladim? Bozor analizini o'rganishni boshladim. Men Jobs to be'dan o'rgandim, Castep o'rgandim, asosiy instrumentlarni o'rgandim. Uni как раз o'sha oxiriga Jon Lefer, bonus Jon Lefer masalani tushuntirib beraman polnis. Keyin deylik analiz qildingiz. Analiz qilganingizdan keyin nima qilasiz? Produkt qilasiz, to'g'rimi? Produkt marketing, keyin umumiy marketing qilasiz, varonka qilasiz, funnel qurishingiz kerak. Funnel qurishdan oldin film model qilasiz. Film modeldan keyin funnelni har bitta qismini, varonkani har bitta qismini analiz qilishingiz kerak. Uni ham raqamlarni ko'rishingiz kerak. Analiz qilishingiz kerak. Umumiy mana bu hammasi o'zi MVP bo'lish kerak. Ya'ni kichkina budjet bilan boshlab ko'rishingiz kerak. Bir marta test qilishingiz uchun siz gipoteziz ishlaydimi, ishlamaydi. Eng qizig'i bu bir dunyo ilm, bu ilmiyot bu. Ya'ni siz o'zingizdan o'zingiz uyda o'tirib, "Tak, men 1 million olayman." Paxt boshingizga tushib qolmaydi yoki siz deylik, o'sha tadbirkoringizda oyiga 10 ming dollar pul topyapsiz, misol uchun. Lekin o'sha 10 ming dollar yana bir marta tushunib olinglar o'zingizlar uchun, iltimos mana. Prosta sizlarga bu narsa, yana bir marta men sizlarga aytayapman, ad dushi, qalbidan chiqyapti bu gap. Sizni daromadingiz sizni bilimingizga teng bo'lib qoladi. Teng bo'lib qoladi. Men bilim deganda tam kimyo haqidagi bilim, fizika, uni aytmayapman, men pul topish haqidagi bilimni aytyapman. Men bu bola, men bu IT uyda o'tirgan bola, men buni qilish uchun bilish kerak, analiz qilishni. Yoki topish kerak shu insonni qattandir. Shu insonni analiz qiluvchi insonni topsa ham o'sha bilan dogovor tuzishni bilish kerak. Bilish kerak, qanaqa foizlarda bozor qanaqa ishlaydi, investitsiya qanday jalb qilinadi. Bilish kerak. Bilish kerak menejmentda. Agar o'zi qilmoqchi bo'lsa, analiz o'rganadi. Produkt yasashni o'rganadi. Produkt menejmentni o'rganadi. Produkt marketing o'rganadi. Umumiy marketing o'rganadi. Marketingni qaysi trafikka qatdan haydashiga qarab shunga moslab o'rganadi. Undan keyin varonka qurishni o'rganish kerak. Varonkani analiz qilishni o'rganish kerak. MVP qiladi buni umumiy. Keyin komanda ishlashni bo'lgandan keyin MVP bo'lgandan keyin HR ni o'rganadi, rekrutingga. Rekrutingdan tashqari odamlarni boshqarishni o'rganish kerak. Bir dunyo narsani o'rganish kerak. Tasavvur qilinglar. Shuning uchun boy inson doim nimanidir o'rganadi. Doim nimadir yangilikda, doim. Mana Murod akalarni kuzatinglar, doim qayergadir borib o'qiydi. Skolkovaga boradi, o'tga boradi, bo'tga boradi, kursga qatnashadi. Yana bitta nima qiladi o'qib deyish mumkin-da. Men odamlar mana shunaqa-ku, "Voy, nima qiladi o'qib shuncha puli bor" deydi. Потому что shuncha puli bor, chunki o'qiyapti u. Shunga shunaqa. Beshikdan qabrgacha ilm izla. Ilm izla. Qadimgilar ilmiy ibodatga bekor tenglamagan, prosta miyanglarni sal ochib turish narsa haqida o'ylab ko'rishmasligiga tavsiya qilaman. Ko'proq o'rganinglar, eng qizig'i profilni o'rganinglar. Ya'ni mana sotuv o'rganmoqchisizlar, ketdi, sotuv haqida bilim oshiringlar.
Sotishni o'rganinglar. Okey, keyin qarayapsizlar, sotyapsizlar yaxshi, lekin shu yerda ikkita ishchini ishlata olmayapsizlar. Okey, endi menejmentni o'rganishim kerak, ishchilarni ishlatishni o'rganishim kerak. Qayerdan o'rganaman? Variantlar ko'p. Sun'iy intellekt, ustoz, kitob, kurs farqi yo'q. Farqi yo'q. Bilimni bu joydan olsa bo'ladi. Hozir monopoliya yo'q bilimga. Bilim hozir arzon. Bilim hozir arzon. Ilgarigi bilimni olishinglar uchun va juda qiynalib ketardinglar, bor. Sirli bo'lgan hamma bilimlar ilgari. Bu ikkinchi odat. Uchinchi odat, vaqt qadriga yetish. Mana shu joy menga juda yoqadi. Mana shu joy menga juda yoqadi. Menga ustoz Mirshod aka telefon qilganlarida, masjidga kelganlarida O'zbekistonda men Davronbekda yozib berdi. Aka deyman, mana masalan ikkita keys aytaman. Birinchisi Mirshod aka ustoz, ikkinchisi Hasan aka Mamasaidov ustoz. Qaysi biri farqi yo'q. Men aytaman, Hasan aka chiqib turib, aka mana shunaqa maslahatlashish bor edi. Siz bilan ko'rishsak bo'ladi. Davay keling demaylik hech qachon. Davronbek deylik, kalendarimni ko'rishim kerak deydi. Raspисание bor insonda. Qaranglar, raspisaniyasi bor. U bo'lib chiqqan kunini. U biladi keyingi chorshanba soat 3 da nima qilishini. U biladi ertaga soat 5 da nima qilishini. Tushunyapsizlarmi? Biz qanaqa bu vaqtimiz ko'p-ku, biz vaqt sovurib, paqirlab, vaqt kerakmi senga? Paq. Umuman kerak emas narsalarga vaqt sarflayveramiz. Bizga tuyuladiki, vaqt juda ham ko'p deb. Vaqting ko'p emas-da, afsuski vaqting ko'p emas. Mana shu puli juda ham ko'p insonlar menga eng yoqadigan narsalardan biri, sizni boy qilish mumkin bo'lgan odatlardan biri vaqt qadriga yetish. Prям vaqtga, pulga qarang. Misol uchun agar men biror kishining cho'ntagini 100 ming so'm pulni olib qo'ysam, men 100 ming so'm pulni olib qo'ysam, men logikani, odamlarning logikasini qarang. 100 ming so'm pulni olib qo'ysam, voy 100 ming olding, tudasidan tamom uyimni qidirib boradi. Lekin men o'sha insonni 1 soat yoki 2 soat vaqtini olsam, befoydadan befoydaga. U insonda menga pretenziya yo'q. Shab beraveradi vaqtini menga. Vaqt voy, sizlar bilasizlarmi, odam nimaga o'xshaydi? Mana bunaqa qumli soat bor, tasavvur qilinglar. Tepada qum bor, bu qum pastga to'kilyapti. Qum pastga to'kilyapti. Qum pastga to'kilyapti. Mana bu yerdan to'kilyapti-da. Tepada qum. Siz masjidasiz, mana shu zonadasiz. Tushunyapsizmi? Mana shu joy inson. Mana shu har bittasidan bitta qum cho'radi. Bo'ldi. Ya'ni sizdan vaqt sizni ichingizdan o'tib ketaveradi. Xohlasangiz har bitta o'tib ketgan soatdan zo'r qilib foydalanib qoling. Xohlasangiz o'tkazib yuboring, lekin prosta tak turganingiz bilan mana oldimga bir kishi keldida, umrimni oxirigacha eslab qoldim shu voqeani. Nimaga? Haligi, chunki ajoyib emotsiya uyg'ongan menda. Menga aytayaptiki, Davron aka deydi, men Xitoy tilini o'rganmoqchiman. Qancha vaqtim ketadi deydi. Men aytaman, qanaqa darajaga o'rganmoqchisan desam, zo'r gaplashmoqchiman Xitoy tilida, polni tushunmoqchiman Xitoy tilini. Okey, 5 yil dedim. 5 yilda zo'r o'rgansan desam, bilasizmi nima deyapti? 5 yil, va 5 yil ketadimi deyapti. Endi menda savol tug'ilgan shu. Men aytayman o insonga, men qaragin. 5 yil baribir o'tib ketadi. Xitoy tilini o'rganmasang ham, hozir mana har kun Xitoy tilini, har kun Xitoy tiliga 2 soat sarflab, o'sha Xitoy tilini 5 yil mobaynida o'rganmasang ham, har kun mana shu 2 soatingni Xitoy tiliga emasda seriallarga sarflab yuborsang ham, Instagramga sarflab yuborsang ham 5 yil o'tib ketaveradi. Sizdan hech kim so'ramaydi. Sizdan so'rab o'tiradi, sizdan biroq kishi so'raydi bundan kelib. Davron yaxshimisan, ozgina hayot kutib tursinmi? Kutmaydi hech kim. Mana shu yerdan o'tib kirib ketadi-da, yo'q bo'lib ketadi hamma narsa. Bunday qarasangiz, yoshingiz o'tib ketgan, hali hech narsaga ulgurmagansiz. Kecha aytdim-ku, karantin. Men kecha sizlarni bekor qo'rqitganim yo'q. Karantin deb yotdim, odamlar nima qilibdi deydi. Nima qilibdi emas, inson, umring o'tib ketadi. Umr bu. Buni qaytarib bo'lmaydi. Bu pul emas bu. Yana bir marta biz 50 ming, 100 ming pulimizga borib, odamni urib o'ldirib tashlaymiz kerak bo'lsa, lekin vaqtimizga hech qachon achinmaymiz. Men shu narsani boy insonlarda ko'raman, vaqtiga shunaqa achinadi. Eng qizig'i, misol uchun mana Hasan aka haqida aytdim. Hasan aka aytadilar, Davronbek deydilar, keyin aloqaga chiqiladi. Soat 3 da vaqtim bor ekan juma kuni. Ma'qul ko'rsangiz shu kuni ko'rishamiz. Bo'ldi ustoz deyman, sizni vaqtingizga moslashaman deyman-da, ketdik. Soat 3 dan 4 gacha uchrashamiz deydilar. O'sha joyi planer ichiga qo'shadilar, telefonlar ichiga. Screen qilib menga Telegramga tashlaydi. Tashab qo'yadilar, eslatib ham qo'yadilar bir marta. Qarang, tartib zo'rda. Ko'ryapsizlarmi? Xuddi shu narsa Mirshod ekanda. Davronbek deydilar, menda 40 minutlik oynam bor deydilar. 40 minutlik ertaga kechqurun soat 21 dan
Soat 21:40 gacha deydi. Mana shu payt meni vaqtim bor, men sanikiman, kelaver deydi. Nima muammoyim bo'lsa. Eng qizig'i men bir shotgan uyga boraman, ofisiga emas. Bu meni o'ta eng yaqin ustozlarimdan biri. Men pram uyga o'shanda ham men eng yaqin shogirdi bo'lganim bilan menga 40 minut vaqt ajratan xolos. O'tirib, choyxonada o'tirganda vaqt ketkizib, bekorchi gaplarni gaplashib o'tirmaymiz. Kelindan tars ish qilinadi. Shuning uchun 3-odat bu vaqt qadriga yetishni o'rganinglar. Vaqt qadriga yetishni o'rganinglar. Mana 1 soat vaqtinglar necha pul? Kim biladi o'zini 1 soat vaqtini? O'zinglar 1 soat vaqtinglarni bilasizlarmi? Sizlarga savol men. Prosta yozinglar, chatga yozinglar, qiziqishga. Takoy taxminiy vaqtinglarni. 1 soat vaqtinglarni men olmoqchiman. Necha pul to'layman sizlarga? Sizlarga savol. Ana Mamajonov Robiyaxonni blok qilib yuboringlar. Bebaho. Qay bebaho? $300, $100, ana. Puldan gaplashaylik, bebaho emas. Qay bebaho? Bepulga tarqatiribsizlar. Qay bebaho vaqtinglar. 60 ming so'm. Mana qaranglar. Vaqtni qanday o'lchaysizlar? Bu narsani bitta ustoz o'rgatgan, Andrey Parabellum degan, shu onlayn kursida men o'qiganman, $3300 aytganki, kuniga necha soat ishlaysan degan. 8 soat ishlayman. Misol uchun tasavvur qiling, 8 soat ishlayman. Oyga necha kun ishlaysan? Misol uchun 26 kun ishlayman. 26 kun ishlayman. 26 kun ishlayman. Qancha bo'ladi shunda? 202 bo'ladimi? 8 kar 26 202 mi? To'g'ri. Necha bo'ladi 8 kar 26? 208 bo'ladimi? 208. Qarang. 208 soat. Bir oyda 208 soat. 208 soat ishlar ekanman. Misol uchun deylik. 208 soat ish qilinadi. Endi qarab turinglar. Mana shu yerda bitta zo'r narsa. Oyga necha pul topasan? Misol uchun deylik, tam $3000 pul topaman. Endi 3000 ga 208 ga bo'lib yuboringlar. 3000 ga 208 ga bo'lib yuboringlar. Bormi kalkulyator? Qancha? 14,4. $15 ekan 1 soat vaqt. $15. Taxminan shunaqa. Просто shunaqa qilib hisoblab olinglar. Juda o'zingizga kelasizlar. Mana bu yerda bitta zo'r narsa bor. Pulga bo'lgan emotsional bog'liqlik kuchli-da, vaqtga bo'lgan kuchsiz. Shuning uchun vaqtinglarni pulga chaqib olsanglar, har bir soatinglar "Voy, $15 pulim ketdi" deydigan bo'lib qolasiz. Va shu zo'r insight. Meni hayotimni ancha o'zgartirgan. Misol uchun, deylik mana deylik, bu yerga bitta 0 qo'shsangiz, mana bu yerga 0 bitta qo'shiladi. $150 pul. To'g'ri, misol uchun o'rtacha men har bitta sarflangan, befoyda sarflangan 1 soatim menga -$150. Menga qiziq, kuniga 8 soat ishlamayman, shunisi ham bor. Menda har xil. Bir 4 soat qolish mumkin, bir 14 soat qolish mumkin. Umuman, haligi vaziyatga qarab. No, bu yerda mana plus bosinglar, kimga shu insight yoqdi? Ya'ni vaqtini narxini bilib olishda bu. Vaqtingiz narxini bilib olsangiz, to'g'ri, bebaho deb yozyapsizlar, to'ppa-to'g'ri. Lekin bebaho deganingizda siz uni qadrlamay qo'yasizda. Konkretni pulga chaqib oling. Misol uchun mana 1 soat vaqtim deylik $150 man. Misol o'rtacha deylik. Agar o'rtacha daromadni oyiga 30 ming qilib oladigan bo'lsak, yana bir men o'zim haqimda gapiryapman. Primerni yozyapman buni. Men oyiga 30 ming topaman demayapman. Masala nimada? Agar oyiga 3 ming topsangiz, deydi bir $15 bo'ladi primerni 1 soatingiz. Zo'r narsa, prosta o'tirib bir kalkulyatsiya qilib chiqinglar. Men taxminan tashadim o'zimcha bu narsani. Meni nazarimda ko'p boy insonlar shunaqa qilib olgan o'ziga va o'zini vaqtini qadriga yetadi. Ya'ni misol uchun men kimdir bilan konsultatsiya 1 soatlik o'tkazadigan bo'lsam, kamida $200 olishim kerak o'sha insondan, shtobi men plusga chiqishim uchun. O'zimni vaqtimni qaplashim uchun. Chunki o'sha vaqtda men u pulni topardim. Primeran shunaqa. Xo'p, endi 4-odat. Boylarning 4-asosiy odati bu investitsiyalar. Meni eng katta kamchiliklarimdan biri investitsiya. Men nima qilishni bilaman, men uy olishni bilaman, boshqa hech narsani bilmayman. To'g'risi, bu yerda sizlarga yordam beradigan narsa investitsiya yozib olinglar. Investitsiyalar haqida Xudoga shukr, imkon qadar ko'proq ma'lumot topinglar. Sizlarga vazifa.
investitsiyalar haqida Gary Vaynerchuk degan tadbirkor bor. Google, Meta, hozirgi o'sha Facebook, adashmasam TikTok kompaniyasi va hokazoni yangi ochilganda hammasini aksiyalarini sotib olgan. Har bitta aksiya 2-3 ming barobar oshib ketgan. Hozir u juda katta pul ko'targan. Men bilmayman, bir 200-300 million dollar atrofida pul ko'tarib tashladi. Mana shu oddiy aksiyalarni sotib olishning hisobiga. Bitcoin haqida o'sha gapirmasa ham bo'ladi. Kimdir qachondir 4-5 ta bitcoin sotib olgan bo'lsa, hozir millioner bo'lib ketganda, misol uchun-da, va bu investitsiya. Men biladigan narsa nimada? Odamlar misol uchun investitsiya o'zi nima degani, investitsiyani tagidagi ma'nosini men dehqoncha qilib tushuntirib beraman. Investitsiya bu sotib olgan narsaning narxi oshishi. Kam oshishi mumkin, ko'p oshishi mumkin, farqi yo'q. Misol uchun men uy sotib oldim, deylik. Va men 100 mingga uy sotib oldim. 100 ming dollarga. 1 yildan keyin meni uyim 150 ming dollar. Bu yaxshi investitsiya. Agar men sotib olgan narsam pastga qarab ketsa, misol uchun men 100 minglik BMW sotib oldim. 1 yildan keyin meni BMW narxi 60 ming. Bu katta ehtimol bilan investitsiya emas, bu oddiy rasxod. Ya'ni rasxod bilan investitsiya ham farqi bo'lishi kerak-da. Shuning uchun investitsiya boylar doim investitsiya qiladi. Doim investitsiya qiladi. Tilla oladi, uy oladi, yer oladi. 40 ta kvartirasi bor odamni taniyman. 40 ta kvartirasi bor. Endi men bilganim 40 degan qiziq. Xudo biladi yana qancha. Xudo biladi nimalari bor bu insonlarning. Tushunasizlarmi? Kvartiralar oladi, u oladi, bu oladi. Shaxsan meni strategiyam men investitsiya ilmida meni katta kamchiligim bor. Hali ko'p narsa o'rganishim kerak. Xudoga shukr, ustozlar bor, kitoblar bor. Xudoga shukr, ma'lumot bor. Sizlarga ham tavsiya qilaman. Обязательно investitsiyalarni o'rganinglar. Qanday qatga pulim tikishim mumkin? Pulinglarning qaysidir qismini, pulinglar ko'p bo'lmasligi mumkin. Pulinglar ko'p pul topish haqida hozir gaplashamiz. Pulinglar ko'p bo'lmasligi mumkin, lekin qaysidir qismini baribir ozgina bo'lsa ham, tashab tursanglar, qatgadir u narsa katta bo'lib ketish ehtimoli bor. Va hokazo. Shuning uchun men bilgan eng dehqoncha strategiya просто uy olish bo'ldi. Hatto pulni yo'qotmaysan. Har holda shunaqa hozir. Endi garantiya yo'q bo'ldi ham. Ketdik dalish. Ya'ni 4-odat bu investitsiyalar. Boy insonlar doim men ko'rgan narsam bu investitsiya. Endi shaxsiy moliya. Boy inson o'zining shaxsiy moliyasini yurg'izadi. Boy inson o'zining shaxsiy. Menga ustoz aytganlar, Davron oyiga 1 million dollar pul topsang, sen bola hech qachon boymaysan. Men bu narsani 21-yilda eshitganman birinchi marta. Sababi men pulni shunaqa dahshatli darajada ishlatardim. Men bilmayman, men qayerga pul ketdi va nima uchun pul ketdi ham bilmasdim. Ishonavering, men 10 pochka pul bersangiz, bir oy yo'q-da, nimaga ishlatdim? Qani pul? Xudo biladi, men bilmayman. Men bilmayman nimaga, qanaqasiga va hokazo. Va mana shu narsani ko'rgan Mirshod aytdilarki, Davron dedilar, bu turishingda boy bo'lmaysan-ku dedilar. Nimaga aytsam, aytibdilarki, pul topgan boy emas, pul saqlab qolgan boy. Sen bunaqa bezdumni ishlatib tashyapsan. Misol uchun, bugun nechta pul ishlatding, bilasanmi? Bilmayman. Bo'ldi, yozib yurmasang bu narsani bilmaysan. Oqibatda men keyin просто bitta приложение orqali rasxodlarni tashab turishga harakat qilaman. Meni rasxodlarim yurg'izadigan insonlar bor. То есть men hozirgi kunda o'zim rasxodimni o'zim hisoblamayman. Yordamchilar bor, assistentlar bor, ular yurg'izadi. Men qancha pul, necha pulga qayerga ketyapti va hokazo, полностью ular yozadi. Va hokazo, bu zo'r odat. Shaxsiy moliyani yurg'izinglar. Shaxsiy moliyani yurg'izish eng zo'r oddiy usuli, prям moliyachi bo'lib ketishinglar shart emas. Просто yo'l kiraga 50 ming to'ladingizmi, 50 ming yo'l kira. O'zi yana bir marta, любой bitta приложение skachat qilib olsanglar tushunarli. Tam telefonda iPhone'da ham bor, Androidda ham bor, farqi yo'q. Shuni skachat qilib olasizlar-da, qo'yasizlar. Bugun 50 so'm o'tga ishlatdim, 100 so'm o'tga ishlatdim va hokazo. O'tgan oy nimalarga ishlatganingizni ko'rib turasiz. Ortiqcha rasxod o'zidan o'zi kamayadi. Pulingiz o'zidan o'zi optimizatsiya bo'ladi. Ya'ni bor pulingiz ko'payib qoladi. O'sha 3 million topyapsiz oyga, deylik. Hech qanaqa o'zgarish bo'lmadi, qo'shimcha pul qo'shilmadi, lekin rasxod kamaydi. Va har oy qo'shimcha 500 ming ortib qolyapti. Qattandir hayron qolasiz o'zingiz. Oy oxirida ko'rsangiz pulingiz ko'proq qolgan bo'ladi. Bu juda ham zo'r narsa. Shaxsiy moliya o'ta kerakli odat. Networking va muhit. 6-odat networking va muhit. Networking eng asosiy narsalardan biri. Agar yana bir marta boy bo'lmoqchimisizlar, men mana shuncha narsani aytib beryapman, sizlarga aytyapman. Mana ustozlarim haqida aytib beryapman, boshqa tadbirkorlar haqida aytib beryapman. Akalar, bu hammasi networking. Men bularni tanimaganimda, men qayerdan olardim shuncha ma'lumotni? Kim menga aytardi? Kim meni uyiga chaqirardi? Kim aytardi? "Ke Davron, men senga tushuntirib beraman." Kim menga aytardi shu narsani? Kim men qayerdan? Tanish, bilish.
orttirish kerak. Bu juda muhim, o'ta muhim. Bu sverx muhim. Men sizlarga zo'r bitta kitob tavsiya qilaman. Zo'r bitta kitob tavsiya qilaman. Rus tilida kitob tavsiya qilaman. Sizlarga vazifa kitob topasizlar. Xohlasanglar Google orqali, xohlasanglar sun'iy intellekt orqali rasmga olib bo'lsa ham tarjima qilib o'qinglar. Kitobning nomi quyidagicha: Никогда не ешьте в одиночку. Hozir o'zbekchasini ham aytaman. Никогда не ешьте в одиночку. O'zbekchasi hech qachon bitta o'zing ovqatlanma. Никогда не ешьте в одиночку. Hech qachon bitta o'zing ovqatlanma. Mana shu kitobni o'qinglar, absolyutно точно. Shunaqa kuchli networker bo'lasizlar, shunaqa zo'r tanishlarni orttirasizlar. Atrofingizda o'zi istalgan tanish, istalgan do'stlik manfaat ustiga quriladigan narsa. Doim bemanfaat bo'la olmaydi. Tushunyapsizlarmi? Manfaat deganda hamma sirazu pulni tushunadi. Pul emas manfaat. Muhabbatdan manfaat. Muhabbatdan manfaat tushuninglar shu narsani. Men kimgadir yordam beryapman, uni yaxshi ko'rganim uchun yordam beryapmanmi? Men o'zim manfaatimni ustiga, meni manfaatim bu. Chunki men bunga yordam berib, men qiynalaman, yaxshi ko'raman bu insonni. Tushunyapsizlarmi? Har bitta narsani tagida manfaat bor. Va bu zo'r. Zo'r, istalgan narsa manfaatli bo'lsin. Manfaatli bo'lsin degan gap aytiladi, bilasizlarmi? Duo qilinganda. Bu zo'r gap. Bizda lekin manfaat deganda, voy manfaat ko'zlayapti, bir narsa negativ tarzda ishlatamiz. Yo'q, конечно, manfaat. Nima manfaat? Men shu yerda shuncha mingta odam o'tirib meni ko'rib, sizlarga ham manfaat bo'lsin. Manfaat bo'lsa, mana shu kitobni o'qib bir kishi o'zgarib ketsa ham, olam guliston, zo'r narsa. Men bitta narsani tushuntirib qo'yay sizlarga. Muhitni o'zgartiringlar, обязательно ko'proq odam bilan tanishinglar. Muloyimlashinglar, ozgina bo'lsa ham. Qilib qo'pol bo'lib, mana bunaqa gerdayib, kibrlanib yurganda foyda yo'q, aka. Foyda yo'q. Zo'r gap bor. Ruslarda bitta maqol bor, hozir maqol aytsam so'kinishga to'g'ri keladi. No maqola ko'rinishi mana bunaqa. Yuzing boyiki-yu, lekin shimingda teshik bor. Bu nima degani? O'zingcha gerda yuribsan, lekin как бы hech narsa qila olmaysan. Bunaqa bo'lgandan ko'ra odam odamlar bilan muloqot qilish, odamlar bilan tanishishni o'rganish kerak. Hozir men bu haqda zo'r bitta insight beraman. Slayd topib chiqinglar. Zo'r bitta insight beraman. Zo'r bitta termin beraman. Shu terminni eslab qolishinglar kerak bo'ladi. Qarab turinglar. Men hozir yaxshi odatlarni, yomon odatlarga o'tganimizda men shu narsani sizlarga aytaman. Xo'p, sog'liqqa e'tibor. 7-odat sog'liqqa e'tibor. 76%, 23-yil statistikasi bu. 76% millioner va milliarderlar muntazam ravishda, muntazam bu degani haftasiga 3 marta kamida sport zaliga chiqar ekan. Yoki yugurar ekan. Yoki suzar ekan. 3 haftasiga 3 marta. Katta kompaniyasi bor, 144 mingta odam ishlatayotgan, 144 mingta odam ishlatayotgan inson sport zaliga vaqt topyapti. Mana anaqa Elon Musk anaqasini ko'rganmisizlar? Elon Musk bilasizlarmi? 1 yilda 500 marta uchadi. 500 ta uch. Tomis ketib qoladi. Buni ishini qilish haqida gap bilan har kun 2 martadan uching. Bo'ldi, rahmat deysiz, yig'ishtirasiz, ketasiz o uyga. Kerak emas menga deysiz. Ishonaver, bu juda qiyin nagruska. Bu juda qiyin nagruska. Shunga qaramasdan, mana eng zo'r narsa, men sizlarga yana bir marta bitta ustoz tavsiya qilib o'taman. Oskar Hartman. Mana shu insonni обязательно kuzatinglar. Bu odam вообще, bu inson intizomning sinonimi bu inson. Google'ga intizom deb yozsangiz mana shu insonning ismi chiqishi kerak, katta ehtimol bilan. Bu odam ham yuguradi, ham suzadi, ham 15 ta kompaniya qurgan, undan 5 tasi 1 milliard dollardan o'tgan narx. Ham seriyni предприниматель, ham недвижимость, ham ishlab chiqarish, ham texnologiya, ham FMCG yo'nalishi, любой yo'nalishda kuchli. Любой, вообще bu qanaqadir universal inson. Mana shu odam marafonli yuguradi. 40 kilometrli marafonli, ultra marafonli yuguradi. Har kun bitta vaqtda turadi, bitta vaqtda yotadi, va hokazo sog'lig'iga to'xtamasdan qarang. Tushunasizlarmi? Ya'ni yana bir marta o'zingiz uchun tushunib olinglar. Sog'liq bo'lmasa bir tegin topgan pulingiz, hamma topgan pullaringiz, orttirgan narsalaringiz, chiroyli uylaringiz hech narsaga teng emas. Tasavvur qiling, siz o'zingizni o'ta yomon his qilyapsiz, ko'nglingiz aynayapti, boshingiz juda qattiq og'riyapti, tishlaringiz og'riyapti va shu narsa umringiz oxirigacha davom etadi, hech qachon tuzata olmaysiz, lekin siz milliardersiz. Nima keragi bor bunaqa milliarderlik? Nima keragi bor bunaqa milliarderlik? Shuning uchun boylarning asosiy odatlaridan biri bu sog'liqqa e'tibor berish. Xo'p, 8-odat
8-odat intizom va bardavomlik. Ya'ni любой boy inson, men taniydiganlarning ichida bardavom odatda. Kamida 10 yil, 15 yil nimadir bilan shug'ullangan. 10 yildan beri oziq-ovqat sohasida, 20 yildan beri bu sohada, 15 yildan beri u sohada, 10 yildan beri bu sohada va hokazo. Intizom va bardavom. Odatda insonlar qanaqa? Zalga chiqadi, 3 oydan keyin tashab. 1 oydan keyin tashlaydi, 3 oy mayli, va hokazo. Ya'ni intizomli va bardavomlikni o'zida shakllantirmasangiz boy bo'la olmaysiz adnazda. Shuning uchun bu yerdan olgan insightlaringiz, mana bundan oldingi 2 kun olgan insightlaringiz keyingi sizlarga kerak bo'ladi. Xo'p, demak, mas'uliyat 9-odat doim mas'uliyatni o'ziga yuklaydi. Hech qachon mana ikkita farqni ko'ringlar. Demak, men uchrashuvga keldim. Men bitta inson bilan uchrashuvga keldim. U odam kirib keldi, kech qoldi. Aytayaptiki, men aytayapman, "Tinchlikmi, nima kech qolding?" desam, aytayaptiki, "Endi probkalar bor edi-da" deydi. Ya'ni probkaga mas'uliyatni yuklaydi, ya'ni bir narsa. Nimadir bo'ldiki, u kech qoldi. Mabodo agar misol uchun men taniydigan tadbirkorlar kech qoladigan bo'lsa, o'zini aybini aytadi. Men vaqtni noto'g'ri taqsimladim deydi. Yoki men kech chiqdim, shuni hisobiga kech qoldim, uzr deydi. Mas'uliyatni bo'yniga oladi. Probka bo'lib qopti, bir narsa bo'lib qoldi, men adashdim. Probka prichom? Probka ni prichom kim o'tdi? Men adashdim. Men shu hisob-kitobga olmayman probkani, shuni hisobiga ozgina kech qoldim. Uzr deydi, bo'l. O'zini hali qiladi. Mas'uliyatni bo'yniga oladi. Mas'uliyatni bo'yniga oladi. Men aybim bu. Men qildim va hokazo. Agar bu yerda bitta zo'r narsa borda, bu mindsetning eng kuchli tomoni nimada? Bo'yningizga mas'uliyatni olsangiz, siz ishlashni boshlaysiz. Men adashdim degani shu adashmovchilikni to'g'rilashim kerak degani. Ular qildi, ular adashdi degani hech narsa qilmaydi, men hech narsa, men zo'rman, men adashmayapman, men tak. Men har safar men kech qolmayman o'zi asli olganda. Qolganlar aybdor degani. Bu yerda siz o'zingiz ishlamaysiz. Ya'ni siz o'zingizni bilimsizligingizni, bo'yningizga mas'uliyatingizni olganingizda siz bufer qoldirasiz. Siz o'rganish zonasini bo'shlig'ini qoldirish. Mana shu zonada nimadir to'ldirsa bo'ladi. Agar siz "Yo'q, men zo'rman, o'zimdan zo'rman, menga shart emas bu narsa. Men mas'uliyatni bo'ynimga olmayman" deydigan bo'lsangiz, men bu zonani to'ldirib qo'yasiz, hech narsani o'rgana olmaysiz. Xo'p, dalsha. Keyingi odat. Bu stressga bardoshlik. Bu eng kuchli odatlardan biri. Savol tug'iladi sizlarda. Davron ekan, qanday qilib men stressga bardoshli bo'lishim mumkin? Meni nazarimda eng zo'r yo'l bu miyani rivojlantirish. Yana bitta zo'r yo'l bor. Prям hammani ham imkoniyati yo'qdir miyani rivojlantirishga. Aniqrog'i bor, prosta bilmasliging mumkin qanday qilib bu narsani to'g'ri qilishni. Sport zaliga chiqish kerak. Misol uchun men bugun sport zaliga chiqdim. Kechasi men bo'ldi, endi o'zimga keldim, lekin o'yladim-da, ertalab turdim, Davron dedim, sport zal chiqish kerak. Rastoropchani ichdim, proteinni bitta urdim-da, ketdim, chiqib ketdim. Borsam, ahataga kechqurun uxlamaganman, Davron nima gap deydi. Farqi yo'q ekan, davaychi bugun govda bilan qo'l ishlaymiz. Ketdi, bang urib tashadik. Rosa shug'ullandim. Meni zaldagi partnyorim Shahzod safarda Tailandda hozir bitta o'zim shug'ullandim. Soat 10 da kirdim, soat 12:40 gacha men trenovka qildim. Pashta 1 gacha, soat 2,5 soat zalda tinganim yo'q. Polностью hammasini qildimda, ko'chaga chiqib ketdim. Va nimaga bu narsa sizlarga aytayapman? Zal sizlarga o'sha stressga bardoshlikni beradi. Zalga chiqsangiz siz stressga bardoshli bo'lasiz, siz kuchli bo'lasiz. Mana shu og'riqlarni ko'tarasiz. Siz ko'proq narsaga chidolisiz boshqa insonlarga qaragan. Обязательно zalga chiqing, sport zaliga chiqing. O'zingizni formangizga qayting, o'zingizga qarang. Va bu narsa o'ta muhim. Shuning uchun stressga bardoshli bo'lasiz. Ya'ni endi mana shu 10 ta odatdan qaysi biri sizlarga ko'proq yoqdi? 10 ta sizni boy qilish mumkin bo'lgan odatdan qaysi biri sizga ko'proq yoqdi? Slayd toptirsangiz bo'ladi hozircha. Chatga yozamiz. Qaysi? Hammasi. Hop. Yozamiz. Vaqt. Misol ayollarcha. Bir xil. Universal. Yozma, birinchisi, 10-si, hammasi intizom, sog'liqqa e'tibor. Mas'uliyat, vaqt, sport. Endi qaranglar, improvement, investitsiya. Bitta narsani tushunishinglarni olayman-da. Hurmatli ishtirokchilar, qaranglar. Men hozir hamma narsani aytib berishga bu juda ham kam vaqt. Misol bunaqa marafonni 10 ta o'tkazsam ham umumiy daromad haqida polsiya hamma narsani ochib bera olmayman. Shuning uchun oxirgi sovg'a juda muhim bugun. O'ta muhim sovg'a. Nimaga? O'ta tadbirkorlar afsonasi, ya'ni Michael Gerberning biznes qurishga bo'lgan konsepsiyasini ko'rib chiqamiz.
O'sha yerda juda chuqur narsalarni qo'shimcha ko'rib chiqsak bo'ladi-da. Bu yerda hozir men asosiy soft skill, hard skill, keyin oxirida o'zimni shu onboardingimdan keyin bitta proyektim onboarding qilib beraman sizlarga. O'shandan keyin men sizlarga hali keyingi yilga kerak bo'lgan qo'shimcha hard skilllarni ham tushuntirib beraman. Slayd topib chiqamiz. Endi sizni kambag'al qiladigan odatlar haqida gaplashaylik. Birinchisi, moliyaviy reja yo'qligi. Moliyaviy rejani FIM model deydi. Qotmayapmanmi, akalar? Yaxshimi? Men bitta o'zimga qotyapman lekin, men bir marta ko'rib olsanglar yaxshi bo'ladi. Qarab turinglar. Mana. 87 marta qotdim-da, men qarab turibman. Xo'p, qaranglar. Moliyaviy reja yo'qligi. Nima degani moliyaviy reja? Film plan har safar qilish kerak. Misol uchun, keyingi oyga men nechta pul ishlataman? Keyingi oyga menda qanaqa moliyaviy reja bor? Keyingi yilga men nechta pul topaman, nechta pul ishlataman? Taxminan, bu reja bu taxmin. Tushunib olaylik shu narsani. Reja bu ma'lumotlarga asoslangan taxmin. Reja bu 100% lik narsa emas, sizlarning mabut emaslar, kuchli oddiy insonsizlar, to'g'rimi? Misol uchun men oddiy insonman. Men reja qilishim mumkin. Rejam doim ham o'xshamasligi mumkin. Rejam deylik 70% ga o'xshasa, chotki. Qarang, reja 70% ga o'xshashligi qanaqa? Tasavvur qilaylik, sizlar keyingi yilga $1 million pul topmoqchisizlar. $1 million pul topmoqchisizlar. Okey, $1 million pul topmoqchisizlar. Lekin $700 ming pul topdinglar. Xafa bo'lasizlarmi? Tasavvur qilinglar. Va yig'lab o'tiribsizlar uyda, men keldimda. Ha, tishlaymisan, Davron aka. $700 ming pulim bor, xolos. Ha, tishlayman, nima yig'layapsan desam, men endi 1 million topmoqchi edim, 700 million topdim. Va hokazo. Uni bo'lmaydi. Agar rejangiz bo'lsa, taxminan 70% ni primerni o'xshatasizlar. 70% u zo'r rejt. Chotki, men film plan 70% ga bajarilsa, zo'r, siz zo'r rejalashtiryapsiz. Молодец. 30% progression hech narsa qilmang. Xo'p, davom etamiz. Ikkinchisi sizni kambag'al qiladigan odat, bu yangi narsalarni o'rganmaslik va o'qimaslik. Yangi narsalarni o'rganmasangiz tamom. Yana bir marta mana shu ikkita krugni men solishtirib beraman sizlarga. Tam birorta eski og'aynim ko'rib o'tirgan bo'lsa, o'zingizlar bilasizlar bolalar. Apa o'maysizlar, men sizlarni yaxshi ko'raman, lekin bitta masalada umuman hech narsa o'rganilmaydi. Umuman hech narsa. Umuman ish narsa. Mana 100 marta takrorlasam, 2011-yildan beri, mana 2011-yilda bular qanaqa bo'lgan bo'lsa, 2024-yilda ham xuddi shunaqa. Prosta qarib qolishgan bo'l. Hazilsiz, hayron qolasiz. Hech narsa o'rganilmagan. Hech narsa. Umuman yaqinda ko'rishdik. Universitet paytidan 2011-yil davridan birorta kitob o'qimagan, bitta kitob o'qimagan, bir dona kitob o'qilmagan. Men yiliga 30 dan 50 tagacha kitob o'qidim. Bitta kitob o'qilmagan. Boshim ushadim. Qanaqasiga bo'lishi mumkin bu narsa? Qanday fantastika bu. Men bunaqa natijalarni ko'rsata olmasdim hayotda. Hayron qolasiz. Ya'ni umuman hech narsa o'rganmagan-da. Prosta hech narsa. Prosta yashalgan, bo'ldi. Universitet tamomlangan, ishga kirgan, shu bilan ishlab yurilibdi. Men bilasizlarmi, nimalarni o'rgandim? Men eslab qolishni o'rgandim. Bordim, qatlargadir qatnashdim. Networking qurishni o'rgandim. Qop-qora basharasi cho'ntagida bir tiyin puli yo'q, yuradigan insonlardan vazirlarning oldiga kirib, ular bilan gaplashadigan odamgacha o'sdim. Federatsiya ochdim. Nechta chempionlarni tanladim, nechta davlatlarga borib keldim, nechta chempionatlarga alik qildim. Media o'stirdim, YouTube'ni tushundim algoritmikasini, shaxsiy brend qurishni o'rgandim, marketing qilishni o'rgandim, onlayn kurslarni sotishni o'rgandim, biznes qilishni o'rgandim. 9 ta biznesni 2013-yildan qarab turinglar farqi. 2013-yildan 2020 qachon yopildi oxirgisi? 24-yilgacha mana shu period ichida 9 ta biznes ochib yopib tashladim. Shuncha narsa qilingan, 2 ta kitob yozdim. Va taxminan o'rtacha yiliga 30 dan 50 tagacha degan bo'lsam, 40 tadan kitob o'qigan bo'lsam, deta bir 400, 450 ta, 500 ta kitob o'qidim shu paytgacha. Mana sizlarga tafovut. Mana shu tafovut, ya'ni o'rtadagi farq endi haligina qilib turibdi-da. Tushunyapsizlarmi? Ya'ni bu yerda bitta narsani tushunishinglar kerak-da. Yangi narsani o'rganmasanglar, aka boy bo'lmaysizlar, prosta bilib olinglar. Agar o'sha pulingiz bo'lsa, misol uchun, kimdir o'sha hozir oyiga 10 ming topadi, lekin oyiga 50 ming qilmoqchi. Agar shunaqa bo'lsa, agar siz o'sha tadbirkor bo'lsangiz-da, lekin yana ham kuchaymoqchi bo'lsangiz, o'sha bilim kerak sizga. Bilimni olganingizdan keyingina dars surilasiz. Ungacha emas. Misol uchun, mana shu kompyuter buzilib qolsa, men hech narsa qila olmayman. Nimaga? Chunki meni bilimim yo'q. Men bilmayman qanday nima qatga tiqish kerak. Bilimi bor inson qila oladi. Pul bilan ham xuddi shunaqa.
xuddi shunaqa bilgan inson qiladi, bilmagan inson qila olmaydi. Tamom, bo'ldi. Hech narsa hech qayerga jilmay turaverasiz. Va hokazo. Shuning uchun yangi narsani o'rganmasangiz hech qanaqa imkoni yo'q. Yangi narsani обязательно o'rganishingiz kerak. Xo'p, keyingi odat, sizni kambag'al qiluvchi odat. Bu intizomsizlik. Intizom yo'q inson boy bo'lishi amri mahol. Men buni qarasam shu paytgacha hali ko'rganman. Baribir inson qaysidir jihatdan intizomsiz bo'ladi. Любой inson tutib robot bo'la olmaysiz-da. Lekin asosan intizomli bo'lmasangiz bo'lmaydi. Ayrim narsalarga intizom kerak. Ayrim narsalarga intizom qaysidir darajagacha kerak bo'ladi. Bu juda ham muhim. Xo'p, qaranglar. Endi mas'uliyatsizlik, 4-odat, ya'ni mas'uliyatni boshqalarga yuklash. U aybdor, bu aybdor, ana aybdor. Va men kambag'al oilada tug'ildim. Amerikaga tug'ilganim zo'r bo'lardi. Unaqa qilish kerak. Bunaqa. O'zingga kelva. Troningdan bironsa qil, karilib o'tiravermasda. Nimadir qil, haligi o'tirib yig'laverma, nolavermagin, mas'uliyatni bo'yningga olgin, aytgin, bo'ldi, men hayotimni shunaqa. Tan ol, bo'ldi. Men misol uchun men qaysidir paytda men tan olganman. Ha, mana shunaqa, men pulim yo'q meni, bo'ldi. Sharoitim yo'q meni. Mana shunaqa oilada tug'ilibman men. Dadam millioner emas yoki yana kimdir millioner emas biz anaqadan, qarindoshlarimizda. Nima qilish kerak? Bo'ldi, tamom, demak men bo'lishim kerak shu millioner. Nima qilaman? O'lib ketishim kerakmi? Bo'ldi, tamom. Demak, shunaqa ekan, meni bolalarim ham mana shunaqa yashash kerakmi? Qanaqa ketish kerak? Nimani tanlashim kerak? Tushunibsizlarmi? Odamlar alternativa bermaydi. Mas'uliyatsiz odamlar. Любой xeyter o'tkazib qo'yingda, so'rang. Xo'p, bo'pti, mana sen zo'r ekansan, men bu yomon ekan. O'rniga birorta plan taklif qilgin, siz hech narsani taklif qilmang. Bilmaydi, потому что o'zi tuppo hech narsani bilmaydi. Shuning uchun tushunib olinglar, mas'uliyatni bo'yningizga olmaysizlarmi, sizlar boy bo'lmaysizlar. Hech bu narsa deyarli imkonsizda. Bu hayot qonuni. Shunaqa qilib tushunib olinglar o'zingiz. Dunyo shunaqa yaralgan. Tushunibsizlarmi? Xo'p, demak, keyingisi moliyaviy hisobot olib bormaslik. Men boya aytganimdek, oyiga 100 ming bersam ishlatib tashlaysizlar. Ishonaveringlar, ishlatsa bo'ladi. 100 mingni ishlatish qiyin emas bir oyda. Qatga ishlaganini bilmay ham qolishingiz mumkin. Tushunmaysizlar, просто shunchaki tushunmaysizlar. Deysizlar. Yo'q, puli yo'q. Qanday ketdi, qayerga ketdi, nimaga ketdi? Chunki hisob kitob yo'q-da. So'raverasiz, atrofingizda boqaysiz, odamlar boqib tashlaysiz, nimadir qilasiz, u yoqqa borasiz, bu yoqqa borasiz-da, pul ishlatib tashlaysiz, tak-tugi yo'q, hech qanaqa naf bo'lmaydi sizga. Просто yashab o'tasiz. 6-odat sizni kambag'al qiluvchi odat, bu yovvoyilik va odamlarga qo'shilmaslik. Mana shu joy eng katta muammo. Yovvoyilik degani yangi insonlar bilan tanishmaslik degan. Misol uchun mana bizda mana bunaqa muammo bor. Bir kun mana bitta tadbir. Men bir joyga dam olgani ketdim. Men bittaga krugimda bitta yaxshi insonlar bor. Puli bor, mansabi bor, normalniy odamlar. O'zi ham inson sifatida zo'r inson, takoy. Biram o'qigiz keladi, boshqa narsa qilgiz keladi. Yaxshi insonlar. Men bitta 2-3 ta og'aylarim bor. Men bular bilan tanishtirmoqchiman. Men bular bilan tanishtirib qo'ysam, manfaatli tanishuv bo'ladi. Bularga emas. Bularga, men og'aylarimga manfaatli tanishuv bo'ladi. Zo'r bo'ladi. Tanishib olasizlar, biznes o'rganasizlar. Ertaga qanaqadir investitsiya olmoqchi bo'lsanglar, mana shu insonlar yordam bera oladi sizlarga deyapman. Men aytayapman, agar menga mobodo biznes plan kelib qolsa, sen bunda kelasan-da, men shundan so'rasang, beradi. Просто do'st bo'lsang bo'ldi. Bo'ldi deydi, mana nima deydi, 100 ming dollar davlat sherik bo'lamiz deb berib yuboradi. Juda ham oddiy. Mana shu narsani qilaman desam, endi ular begona, ular bilan o'tira olmayman. Mana shunaqa. Har safar shunaqa. Mashtim kelib ketganda уже ular begona-ku. Ular bilan o'zimiz o'tiraveraylik. Faqat o'zi o'tirsa-da hammasi. Saat topib chiqaveringlar. Ya'ni yovvoyi bo'lmanglar, yangi odamlar bilan tanishinglar. Boshqa odamlar ham odam kibrli bo'lmanglar. Kibr bu. Ishoninglar. Zo'r gap bor, men sizlarga boya aytdim, o'sha gapni men sizlarga aytaman deb. Bitta inson bor. SNGdagi eng qimmat dizayner. Bitta identika dizaynerning logotipi 120 ming yevroga qiladi. Очередь. Tushunibsizlarmi? 120 ming yevrodan qiladi bitta logoni chizishi. Очередь. Прям, vaqti yo'q sizga. Hozir men 120 ming, mana 120 ming, mana 120 ming, mana shu 120 ming yevroga qancha? 150 ming dollarmi? 150 ming dollarga menga logotip qilib bersangiz 2 yildan keyin vaqtim yo'q deydi. Mana shu inson shunaqa bitta gap aytgan, menga juda yoqqan intervyusida. Super kommunikator. Kommunikatsiya bitta ham bilammi, ikkita ham bilammi?
super kommunikator. Nima degani super kommunikator? Super kommunikator bu deyarli istalgan inson bilan chiqishib keta oladigan odam. Bu o'ta katta kuch. Bu o'ta katta kuch. Buning uchun qanaqa inson bo'lish kerak? Odamlarga qiziqadigan inson bo'lish kerak. Tushunasizlarmi? Odamlarga qiziqmasangiz, misol tasavvur qiling, men AVS rahbariman. Men pul qayerdan topaman? Odamlardan olaman pulni. Har kun minglab odam kelib, mendan lavash olib ketyapti. Qornini to'yg'azadi, menga pulni beradi. O'sha pul meni boy qilyapti. Mijozlar meni boy qilyapti. Gar shunaqa ekan, men odam psixologiyasini o'rganishim kerak. Men odamlarni o'rganishim kerak. Men odamlarni rozi qilish yo'llarini o'rganishim kerak. Men odamlar bilan qiziqishim kerak. Tushunasizlarmi? Ba'zilar mana shu o'ldirib qo'ysang ham yangi inson bilan tanishmaydiganlarni bilaman-da. Men tushunmayman o'sha odamni. Men aytaman, "Yur" deyman. Shunaqa odamlar bilan tanishtiraman deyman-da. Fonarni yoqib ko'chada topa olmaysan u insonni. Kunduzi. Men senga uyga olib borib tanishtiraman shu inson bilan seni. Yur desam ham, xijolat, g'alati va hokazo. Tushunasizlarmi? Super kommunikator bo'lsanglar, bu dunyoda yutdinglar. Shuni deb hisoblasanglar bo'ladi. Dahshat bo'ladi. Bor, shunaqa zo'r inson bo'lasizlar. Shunaqa haligi, ya'ni super kommunikator degani umumiy hamma bilan degani. Ya'ni tam super kommunikator deganda qanday tushunmaysizlar. Puli borlar bilan yaxshi gaplashib, puli yo'qlar bilan yomon gaplashib, yo unaqa 200lamachi deydi. Unaqa emas. Xo'p, demak, qarab turinglar. Endi 6-odat sizni kambag'al qiluvchi odat bu yovvoyilik. Yovvoyi bo'lsangiz tamomsiz, kambag'alsiz, katta ehtimol. 7-odat sog'liqqa e'tiborlik. Sog'lig'ingizga hatto minimal e'tibor bermasangiz, bay. Siz boyligingiz bir tiyin emas. Xo'p, tez boyish yo'llarini qidirmaslikni yozib qo'yaman. 8-odat tez boyish yo'llarini qidirish. Slayd topda sizlar bo'ladi. Qaranglar. Odatda mana 1 yilda $1 million topish. Studentlardan so'rang. Odatda men nimaga studentlar deyman? Men ko'p suhbatlashaman. Universitetlarga borganimda tezda boyish yo'llar. Tezda 1 oydan keyin $100 ming pul topish. 1 yildan keyin $1 million. Bunaqa bo'lmaydi. Qaranglar, u boyish bu mehnat bu. Avvalambor nasib qilsa bo'lishi mumkin, lekin bu sizni qo'lingizda emas-da. Nasib sizni qo'lingizda emas-ku. Mana kimdir aytadi, Xudoga oson deydi, xohlasa bittada boyib ketasan. To'g'ri, lekin senga oson emas-da, u seni qo'lingda emas-ku. Chisti raqamlarga qaranglar, keling statistika bilan gaplashaylik. Raqamlar bilan gaplashadigan bo'lsak, o'rtacha biznes oyoqqa turishiga 7 yil vaqt ketadi. Gary Vee ham aytadiki, "Men qaray" deydi, "Boyimoqchimisan" deydi. Prama shunaqa leksiyalarda aytadi. "Boyimoqchimisan" deydi. Ha, desa, 6 yil umuman pul olmasdan ishlashga tayyormisan deydi. Desa, "Yo'q" deydi. "Qanday boyiysan unaqa?" deydi. Biznes birinchi 6 yil pul keltirmaydi. Haqiqatan ham shunaqa. 1 tiyin pul keltirmaydi biznes. Birinchi bir necha yil. 1 tiyin. Faqat tiqas. Uyini sotib, mashinasini sotib tiqib yuboradi ayrim tadbirkorlar. Zo'rg'a oyoqqa turg'izib, keyin hali biznes tug'ishni boshlaydi. Bunaqaga o'xshaydi, bolaga o'xshaydi. Boqasan, yillab boqib tiqqasan, pulingni hali qilib maktabini to'laysan, unaqa. Keyin u bola sizga nimadir olib kelib beradi. Keyin qachondir o'sha bola yo chempion bo'lib, obro' olib kelib beradi yoki tam sizni boqadi yoki nimadir qiladi. Biznes ham xuddi shunaqa bola. Yangi ochilgan biznes, yangi tug'ilgan chaqaloq, u oyoqda tura olmaydi, u gapira olmaydi. Tushunasizlarmi? Shuning uchun tez boyish yo'lini qidirayotgan bo'lsangiz, bu dunyoda katta afsuslar sizni kutyapti. Tez boyish yo'li yo'q. Lotereya yutish kerak buning uchun. Tez boyish uchun bunaqa yo'l men shaxsan bilmayman. Bir necha yil vaqt ketadi odatda. Imkon qadar qisqa vaqt ichida endi boyish degan nimani nazarda tutyapsiz? Misol uchun $3 ming daromadga menimcha 6 oydan 1 yilgacha chiqsin bo'ladi. Bu haqda o'sha oxirida gaplashamiz. Xo'p, slayd topib chiqamiz, qarab turinglar endi. Xatolardan qo'rqish 9-odat. Xatodan qo'rqsangiz boyimasligingiz aniq. Bu yerda nimadir tushuntirib ham o'tirmayman. Bu tabiiy. Nimaga? Chunki ko'p harakat qilgan inson ko'p xato qiladi. Ko'p harakat qilgan inson ko'p xato qiladi. Padratiga 7 ta narsani olib kirib tashaganman. Ba'zilari qarz bilan qilingan, do'kon, tuda-suda, kiyim do'koni, sport do'koni, sport pitaniya, oziq-ovqat do'koni, hammasi yopilgan. Hammasini yopib o'rganman. Qarz. Qo'rqamman o'sha paytda xatodan. Yo'q, nimagadir qo'rqmaganman, bilmayman nimaga. Qanaqadir motivatsiya bo'lganmi, boshqa narsa bo'lganmi, Xudo biladi, lekin xatodan qo'rqsangiz, katta ehtimol mana shunaqa qila olmaysiz. Yopilib qolsachi, o'lib qolsachi, va hokazo. Lekin fatal xato qilmaganman. Ya'ni fatal xato deganda prям
$100,000 xato qilib tashlamaganman albatta. No, mayda chuyda mana shunaqa xatolarim bo'lgan. Endi 2023-yilda kerak bo'lgan soft skilllar qanaqa? O'zingizda rivojlantirishingiz kerak bo'lgan asosiy narsalar haqida gaplashib o'tamiz. Qarab turinglar. Birinchisi moslashuvchanlik. O'zingizda moslashuvchanlikni rivojlantirishingiz kerak. Bu yerda men tez aytib o'taman. Nimaga? Sababi buni polностью tagigacha tushuntirish o'ta qiyin bo'ladi. Moslashuvchanlik haqida ma'lumot qidirasiz. Har bittasini yozib oling. Qo'shimcha ma'lumot qidirasiz. Umumiy qo'shimcha ma'lumotni men hali oxiridagi shu jonli efir sovg'ada beraman. Bitta narsani tushunishinglar kerak. Moslashuvchanlik eng asosiy narsa. Buning uchun nima qilish kerak? Xotirangizni rivojlantirsangiz o'zi kifoya odatda. Xotirangizni rivojlantirishga harakat qiling, internetga kiring, qidiring, resurslar qidiring, xotirani rivojlantiring, tez o'rganing, tez moslashishni o'rganing va hokazo. Bu yerda o'sha trial thinker bo'lishingiz kerak, ya'ni harakat qilib ko'rib o'ylaydigan odam bo'lishingiz kerak odatda. Moslashuvchanlikni rivojlantirmoqchi bo'lsangiz. Ikkinchi o'zida rivojlantirishingiz kerak bo'lgan narsa, katta daromad qilish uchun bu EQ, ya'ni bu emotional intelligence deydi, ya'ni emotsional intellekt. Bu degani odamlarning psixologiyasini yaxshi o'rganishingiz kerak. Odamlar psixologiyasini tushunishingiz kerak, odamlar qanaqa o'ylaydi, nima deb o'ylaydi, nimani hisobiga shunaqa o'ylaydi. Bu sotuvda zo'r ta'sir qiladi. Men sizlarga tavsiya qilaman, sotuv zonasida ishlab ko'rish. Ish tiqilyotibdi, Toshkentda ham, viloyatlarda ham, любой joyga borib, distributsiyaga kirib sotuvda ishlasanglar bo'ladi. Men shaxsan ishlaganman. Men sok sotganman. Bez bo'lganman, bor. Olmayman desa ham kelaverardim. Olmayman desa ham, men supervisor meni rosa yaxshi ko'rardi. Nimaga? Chunki men eshitmasdim olmayman degan gap. Menda bitta zo'r voqea bo'lgan, To'raqo'rg'onda Namangandami, mana shu To'raqo'rg'on, Pop, Chust, Mingbuloq, Toshbuloq, mana shu rayonlarga qarardim. Men nima qilardim? Men borardim, bitta daftarim bo'lardi. Daftarim bilan borardimda, anaqa zakaz yig'ishtirardim. Aytardim, "Aka, men DN kompaniyasidan keldim. Men DN Dinay Hydrolife tarqatardim." Men aytardim, "Men DN sok kerakmi? Unaqa bunaqa." Kerak emas, uka, sok yetarli desa, "Bo'pti, aka, ozgina yozib qo'ying, assortimentga tashab ketaman." Kerak emas assortiment. Qarang, aka, men bunga chiroyli qilib terib beraman. Qarich tiqardim shu sokka, bor oxiri. Va bitta do'kon bo'lardi To'raqo'rg'onda. U do'kon faqat blis olardi. Tashqarisini blis qilib bergan, blis olib kelib turib tiqib ketgan, anaqa qilardi. Xolodilniklar, polkalar nimadirlar qo'yib chiqqanda va remont ham qilib berganda blis. Har kun kiraverardim, har safar. Bilaman olmaydi, men bari kiraman. Planda bor, kiraman, kelaman. Aka, asal nima gap? Oxiri meni ko'rib kulishni boshladi. Yaxshimisiz-ku, yana keldingizmi? Men blisdan olaman faqat. Deni kerak emas menga. To'da-suda hokazo. Aka, faqat blis sotasizmi? Kimdir deni yaxshi ko'rgan odam kirsa-chi, kliyent-ku, assortimentga qo'ying. Har safar, har hafta yangi so'zni o'ylab topardim, o'zimcha kelardim, shu insonni ishontirishga harakat qilardim. Mening missiyam u insonga sotish edi. Bir kun nima bo'ldi? Men seshanba To'raqo'rg'onga chiqardim. Haftaning ikkinchi kuni menga telefon qilyapti. O'sha do'konchi. Dedi bir payshanbalami, haftaning oxiri edi. Telefon qildim, Davronmi dedi. Qachon kelasiz To'raqo'rg'onga? Ha, aka, tinchlikmi desam, Blis bilan urushib qolibdi. Blis polniy tovar olib chiqib ketgan. Butun do'konni DN qilganman. Butun do'kon DN sok, polniy tovar olib kelib yuklab tiqib yotibmiz. Ya'ni eng ko'p sotib oladigan shu inson bo'ldi. Undan keyin men endi o'tga bilmadim, bir kamida 10 marta borganman, 10 hafta qatnab yurganman. Mana shu narsa bo'lishdan oldin-da. Kelib yurmaganimda bu narsa bo'larmidi? Albatta yo'q. Qatdan bilardim men borligimni va hokazo. Na prinsip do'konni deyna qilib olgan, qarama-qarshi qarshi va hokazo. Lekin o'sha paytgacha men boraverardim. Slayd topib chiqinglar. Ya'ni bitta narsani tushunishinglar kerak edi. Bu juda ham muhim sotuvda. Sotuvga borib ishlab ko'ringlar. Sizlarni o'ta kuchli qiladi. Munosabatlar ko'nikmasa, odamlar bilan munosabat qurishni o'rganinglar. Juda ham ko'p odam detski munosabat qurishdi. Xafa bo'lib qoladi, zarda qilib qoladi. Aytmaydi, bir kishi misol uchun kech qolsa, zarda qilib qoladi. Kech qolgan odam, "Ha, tinchlikmi?" desa, "Yo, hech narsa" deb ketib boradi. Shunaqa bir g'alatalik, bog'cha bolalari bo'lib qolib ketgan, yosh kattalar ham shunaqa qiz. Ketmaydi, men qarang, sen kech qolganing asam buzilyapti. Nima kech qolyapsan deb turib gaplashish yo'q. Mana shunaqa narsa yo'q. Munosabat qurishni o'rganish kerak. Odamlar bilan gaplashishni o'rganish kerak. Fikringizni o'qiy olmaydi insonlar. Gapirish, kreativlik. Ko'proq kitob o'qing, ko'proq narsani o'rganing, ko'proq narsani ko'ring, ko'proq narsani biling, o'shanda kreativligingiz oshadi. Kreativlikni oshirsak, keyingi yilga kelayotgan yilda juda ham ko'p yangi ideyalar o'ylab topishimiz mumkin. Tem bo'le biznes qurish uchun yangi ideyalar juda ham muhim narsa. Biznesni ichida ham daromadni ko'paytirish uchun yangi ideyalar juda ham muhim narsa. Xo'p, jamoada ishlash qobiliyati. Bu juda ham muhim qobiliyat.
lyuboy katta ish, boya aytganimdek, $100,000, $200,000 va hokazo, примерно $50,000 plus yoki $100,000 plus bu katta jamoa talab qiladigan narsa. O'zingiz uyda o'tirib bir donagina o'zingiz $100,000 topishingiz juda ham bilmayman nima qilish kerak buning uchun. Misol uchun men bilmayman. Men bilaman $10,000 qanday topish bitta o'zingiz. Men bilmayman $100,000 topish uchun nima qilish kerak. Yo'q, aniqrog'i bilaman $100,000 topish uchun nima qilish kerak, lekin bitta o'zingiz topa olmaysiz demoqchiman. Va hokazo. Shuning uchun jamoada odamlar bilan birgalikda nimadir qilishni o'rganishingiz kerak. Buning uchun insonlarga ko'proq qo'shiling, ko'proq turli xil anaqalarga boring. Men doim aytaman, uyda o'tirma, nima qilasan uyda o'tirib. Tur o'rningdan tadbirlar bo'lib yotibdi, uchrashuvlar bo'lib yotibdi, lanchlar bo'lib yotibdi. Puling yo'qmi? Okey, bepullari ko'p. Bor, mana shunaqa bepul eventlar qancha bo'ladi? Arzon eventlar qancha? 97 minglik eventlarni bilaman. Bir oyda ikkitasiga borib tur. Borib tur, shu 97 mingdan ikkitasi 200 ming so'mmi? Qayerdan topasan u pulni? Ekonom qil, ozgina piyada yur. Taksida yurma. Puldan shu puling chiqib keladi. Zato shuncha narsa olasan-da. Tushunasizlarmi? Va vaqtni boshqarish, prioritetlarni o'tirish. Vaqtni boshqarishni o'rgangan inson katta ehtimol bilan judayam kuchli skill oladi keyingi yilga. Xo'p, va obyektiv fikrlash qobiliyati bizda nima degani obyektiv fikrlash degani? Bu degani analitik qobiliyat degani. Analitik qobiliyat degani. Qaranglar, bitta zo'r anaqa bo'lgan. Mana Amerikani ko'prigiga borana. Most zолотые ворота deydimi? Короче, ko'prik. Bu yoq tomon New York shaharli. Bu yoq tomon New York. Bu yoq tomon uyli. Tasavvur qildinglar, tam Amerikada uylar, tam anaqa один домdagi uylar bo'ladi, mahallalar, hokazo. Odamlar har kun ertalab nima qilishar ekan? 2000-yillarning bosh bo'lgan voqea bu. Mana bitta odamlar yo'lga chiqishadi, ko'prikdan o'tishadi. Ko'prik probka har kun, mashinalar tirbandligi va mana bu yerda ko'prikda McDonald's kafesi bor. Drive-thru degan kafe bor. Drive-thru degani nima degani? Ichidan o'tib ketasiz degan. Ya'ni men kelaman mashinada, oynamni tushiraman, aytaman, menga tam bitta burger, bitta kola, bir narsa. Shuni aylanib o'tgunimcha bu yerdan McDonald's menga chiqarib turadi. Men uni olaman-da yeyman. Har kun ertalab 8 dan 10 gacha eslab qolinglar mana shu vaqtda. 10 gacha milkshake sotiladi. Bu sutli kokteyl. Sutli kokteyl, ya'ni bunaqa kokteyl bo'ladi, haligi bilasizlar mana sutli kokteyl nima degan? Marojna suyuq qo'pol qilib aytgan. Faqat harorati bu darajada sovuq bo'lmaydi, turbichkadan ichiladi. Va McDonald's ishchilari, McDonald's marketologlari, kuchli marketologlar aytishdiki, okey, sutli kokteyl asosan 80%, 90% holatda sotilyapti mana shu vaqt ichida. Odamlar ertalab sutli kokteyl ko'p ichar ekan. Ya'ni o'tib ketayotgan odamlar sutli kokteyl olib ketyapti ishga, sutli kokteyl olib ketyapti ishga, sutli kokteyl olib ketyapti ishga. Har kun. Va bular nima qilish boshladi? Boshqa sutli kokteylarni o'rganish boshladi. Raqobatchilar sutli kokteylni o'rganish boshladi. Qaynani sutli kokteyli qanaqa ekan, buni sutli kokteyli qanaqa ekan, o'zimiznikini yaxshilashimiz kerak. Ya'ni ularning xayolida mani sutli kokteylim, mani McDonald's sutli kokteyli boshqa qanaqadir sutli kokteyl bilan raqobatda ikkitasi tipi. Keyin bitta sotuv oshmadi hech qanaqasiga. Nima qilsa ham oshmadi. Bitta odam keldi, u insonning ismi Clayton Christensen. Juda kuchli marketolog hisoblanadi. Times jurnali adashmasam даже o'sha oxirgi 10 yilning eng kuchli marketingga eng katta hissa qo'shgan insonlardan biri deb ataydi. Bu odam nima qildi? Bitta anketa olib keldida, har bitta kafega mashinada kelgan insonlarga tarqatdi. Mana dedi, to'ldirib kel, ertaga to'ldirib kelsang, mana shu anketadan senga bepul marojna beramiz yoki bepul sutli kokteyl beramiz. Okey, odamlar to'ldirish boshladi. Haligi anketalarni oldida va anketani ichidagini o'qib chiqib, u nimani aniqladi? Sutli kokteylni ertalab olishining asosiy sababi nima ekan odamlarni? Birinchidan qorin to'yar ekan. Ikkinchidan mashinani ichi kir bo'lmaydi. To есть qil ichadi, ana narsani tiqib qo'yadi. Burger yesang, mayonez, paynez hammasi to'kilib ketgan oxirida. Burger ichi haligi kir bo'lmaydi, ya'ni kir yo'q. Bo'ldi. Mana shu ikkita sabab ekan asosiy. Tamom. Bu nima qilyapti? Sutli kokteylni sal quyuqlashtiryapti, to'yimliroq qilyapti va reklama beryapti. Eng to'yimli sutli kokteylni maza qilib qorningizni to'yg'atasiz, ishga ham kech qolmaysiz va undan tashqari mashinangiz ichi kir bo'lmaydi. Shuni dilidan olyapti-da klientlarni, shuni reklamaga tiqib qo'yadi. Ma'lumot kuchini qarang.
Keyingi 4 hafta ichida x3 ga o'syapti sotuv. 3 barobar ko'tarilyapti. Bu mana shu analitik fikrlash qobiliyati. Mana sizlarga bozorni analiz qilish kichkinagina qismi bu shu ilmni kichkinagina zonasi xolos. Kichkinagina zonasi xolos. Eng qizig'i mana shu insonlar hammasi yig'ilib olib, boshqa sutli kokteyllarni ko'rib o'tirganda, mana bular bizni raqobat deb o'ylagan. Aslida olganda McDonald's sutli kokteylining raqobatchisi bilasizlarmi kim bo'lgan? Snickers. Buni ham anketadan bilgan. Ya'ni Snickers bilan raqobat bo'lganda biladi. Snickers odamlar yoki Snickers olardi, chunki u ham qorin to'g'azadi. Kir bo'lmaydi yoki sutli kokteyl olardi. Eng qizig'i bular reklamaga ham shu narsani tiqishgan. Boshqa qanaqadir narsalar yeguncha sutli kokteyl ichib qo'ya qoling. Tishingizga ham zarar bo'lmaydi. Bax, ketdi. Odamlar Snickers olmaydi, endi sutli kokteyl oladi. Mana ma'lumotning kuchi. Mana qanday qilib soqqa qilsa bo'ladi. Tushunyapsizlarmi? Shu. Ya'ni marketing dahosi haqiqatan. Liderlik xususiyatlarini o'zingizda shakllantiring обязательно. Buning uchun komandada ko'proq ishlaying va noma'lumlikka chidamlik. Bu haqda Xudo xolasa oxirida gaplashamiz. Endi muvaffaqiyatning asosiy kalit ko'rsatkichi nima? Sizlarga savol. Muvaffaqiyatning asosiy kalit ko'rsatkichi qanaqa? Keling shunga ozgina to'xtab o'taylik. Bu chunki eng asosiy narsa. Millioner bo'lsangiz, mana hozir kimdir ichilida, по-любому necha ming kishi o'tiribdi, ichilida kimdir millioner. Kimdir biznesi bor, kimdirki yo'q, farqi yo'q. Savol, eng asosiy kalit ko'rsatkich. Muvaffaqiyatning eng asosiy kalit ko'rsatkichi. Mani kompyuterim nima qotayotibdi, qattiq ulanganmi? Pul, networking. Hop. Bilim. Ilm, davomiylik, duh, aniqlik, consistency, tajriba. Ну, примерно sizlar topib chiqamiz. Muvaffaqiyatning eng asosiy kalit ko'rsatkichi. Qaranglar, shunaqa gap bor. Biznesda KPI deydi, Key Performance Indicator. Bu nima degani? Asosiy kalit ko'rsatkichlar. Asosiy qotmayaptimi hech narsa? Asosiy kalit ko'rsatkichlar bu eng asosiy narsa, ya'ni kalit ko'rsatkich degani siz ahamiyat berishingiz kerak bo'lgan narsa degani. Ahamiyat berishingiz kerak bo'lgan narsa. Va bitta narsani tushunib olishingiz kerak, hayotda ham xuddi shunaqa kalit ko'rsatkichlar bor. Men hozir bir nechta misol keltirib beraman. Muvaffaqiyatning eng asosiy va siz boshqara oladigan yakka-yagona bir dona kalit ko'rsatkichi bor va bu kalit ko'rsatkich harakat. Mana shu savolni yozib olinglar, iltimos o'zingizlar uchun. Mana shu savolni yozib olinglar, qarab turinglar. Men sizlarga bitta narsani tushuntirib beraman. Bu mana sekret deyiladi. Mana sekret, mana shu haqiqiy sir, haqiqiy sekret. Xudoga shukr. Haqiqiy muvaffaqiyat siri bitta narsa. Bu yerda mana bunaqa narsa bor-da. Mana bir kishi men aytayapman, men nimani o'rgatyapman? Bitta yigitga o'rgatyapman ikkita narsani. Rezyumeni o'rgatyapman. Qanday qilib rezyume tuzishni o'rgatyapman. Va men KPni o'rgatyapman. KP degani kommersiy предложение, tijoriy taklif. Tijoriy taklifda rezyumeni yozasan, portfolio qilasan, tijoriy taklifingni olasan, borasan-da, kompaniyalarga borasan, suhbatlarga yozilasan. Biznesda bitta zo'r tomoni bor. Misol uchun biznes bu mansab emas-da. Men tadbirkor bo'lsam, menga eng zo'r pul keltiradigan odam kerak. Men biznes asosiy niyati pul qilish. Menga kelib turib, meni xolamning o'g'lini men o'tga o'tirg'izmayman, ish qila olmasa. Menga nima pul yo'qotaman. Xolamning o'g'li ahmoq bo'lsa, nima keragi bor? Tanish bilishchilik ishlamaydi biznes kompaniyalarda ko'pincha, tushunyapsizlarmi? Men qarayman, eng zo'rini olib tanlayman. Mana shu odam zo'r ish qilib beryapti, menga 10 barobar ko'p pul keltirib beryapti, o'tirsin shu yerda, tamom. Yettiyot begona bo'lsa ham. Endi masala nimada? Любой kompaniyaga ishga kirsanglar bo'ladi. Bu yigit, mana shu yigitga men aytdimki, davay dedim, buni qo'lda hunari bor. Uslovni aytaylik, mobilograf, misol uchun hamma biznes sotsyetlari bor, Instagram yurg'izadi, boshqa qiladi. Men aytdim, borasan, mana shu KP bilan rezyumeni olasan, Instagramdan ishini tanlaysan, lichkasiga yozib chiqasan. Bir oydan keyin kelyapti-da, aytayaptiki, men ish topa olmadim, deyapti. Ustoz, men aytayapman, qanday ish topa olmaysan? Nimaga ish qilib yotibdi? Ish ko'p-ku. Nimaga ish topa olmaysan desam, endi bilmadim, topa olmadim, deyapti. Aytayaptiki, 3 ta joyga bordim, deyapti, ish topa olmadim, deyapti. Men urgim keldi borib, kallasiga bur tepsangizda mana shunaqa odam. Men aytayapman, qara, ey, sen ahmoqmisan, sen deyapman.
3 ta joyga bordim, meni oldim kelyapsan. Ha deydi. Qatki 3 ta joy bordim, ish topolmadim deydi. Seryozni qarab turibdi. Men aytayapman, "Men qaragin, senga savol dedim. 50 ta joyga borganingda 50 ta joyga bor, 50 ta KPni tashab, 50 ta rezyumeni tashab, 50 ta odam bilan suhbat qilib kelganingda, 50 ta har xil kompaniyalar bilan mana shu 1 oy ichida nechtasidan ish taklifi bo'lardi? Nima deb o'ylaysan desam, o'yladida, endi deydi, bilmadim, bir 2 ta bo'lardi, hachaba deydi. Ha, ana o'lma, 2 ta bo'lardi. Sen 100 taga borsang, 4 ta ishing bor. Ya'ni bu bolani xatosi nimada bo'lgan? Bu KPI, Key Performance Indicator. Asosiy kalit zonani ishga kirdim, kirmadim deb o'lchagan. Men unaqa o'lchamayman, hech qachon o'lchamayman. Men sizlarga ham tavsiya qilmayman. Meni qo'limda emas, to'ysiz qarab turinglar mana. Bir narsani tushunib olinglar-da. Sababini siz qilasiz, natijasini siz qila olmaysiz. Unuting u narsani. Bu mif, bu yolg'on bu. Yolg'on, yurak shuna to'xtab qolyapman, yiqilib tomonman, u qaytib turmaslik, men bilmayman, men даже qachon yuragim to'xtashini ham bilmayman. Mavhumlikni qarang, men ertaga uyg'onamanmi, men bilmayman nima bo'ladi. Men oddiy bitta chang inson o'z asnoyimda o'lib qarasa, siz hozir shuna yo'g'ib qolsangiz, butun dunyoda hech narsa o'zgarmaydi. Mana hozir shu yerda mana necha ming kishi o'tiribdi, hozir bir kishiga nimadir bo'lib qolsa, hech narsa qolgan o'tiraveradi. Qolgan o'tiraveradi. Nimaga bunaqa deyapman? Kalit zona bu harakatli soni, boshqa hech narsa emas. Yana bir marta. Harakatdan boshqa hech narsangiz yo'q sizni. Hech narsangiz bo'lmaydi ham. Barakatni harakatga bog'lashganda insonning peshonasiga yopishtirib qo'yishgan aytishgan. Mana senga deyishgan. Odam mashta turibdi-da, ko'rmay yuribdi mana shunaqasiga. Yo'q, qidirib yuribdi, qayerda ekan. Mana bitta turibdi mana, harakat. Sizlarga aytilyapti, harakatda barokat. Qanday yana qaysi tilda tushuntirib beradi? Xitoy tilida tushuntirib berishim kerakmi? Men tushunmayman odamlarga. Harakatda barakat, mana nagliyatni yana qason. Mana harakatda barakat. Конечно, harakatda barakat. Men 7 kun diyeta ushladim. Va 7 kun zalga chiqdim. Natija zo'r bo'ladimi? Yoki 60 kun diyeta ushlab, 60 kun zalga chiqsam natija zo'r bo'ladi. Harakatda barakat, harakatda sonida. Men asosiy nech kun va nech marta zalga chiqqanimga qarasam bo'ldi. Qolganini men nazorat qilishim ham shart emas. Tushunibsizlarmi? KPI deb shuni aytiladi. Ya'ni biznesda KPI o'sha zonalarni o'lchanadi, eng ko'p pul keltiradigan, eng natijaga ko'p ta'sir qiladigan zonalarga urg'u berib qo'yiladi. Hayotda o'zingizga KPI qilmoqchi bo'lsangiz, nech marta nima qilganingizni o'lchang. Nech marta nima qilgan? Odamlar 2-3 marta qiladi-da, bu ishlamaydi, bo'lmasa ekan, boy bo'lmaydi va hokazo. Nech marta urinni insam 3 marta deydi. Ahmoq. Nimaga 300 marta emas? Nimaga 400 marta emas? Tushunibsizlarmi? Bu yerda mana shunaqa narsa bor-da, mana. Harakatli soni eng asosiy narsa. Mana shu savolni o'zingizga doim beringlar. Mana shu savol eng hayotingizdagi eng muhim savollardan biri. Qanaqa harakatni amalga oshirishim kerak? Qanaqa harakatni amalga oshirishim kerak? Bo'l. Savol. Oddiy savol. Misol uchun, biznes qilish uchun qanaqa harakatni amalga oshirishim kerak? Mana bugun bu savollarga javobni men beray. Imkon bo'lsa, biznesinglarni kengaytirmoqchi bo'lsanglar, o'sha bor biznesinglarni yoki biznes ochmoqchi bo'lsanglar, bitta harakatni amalga oshirsanglar bo'ldi. Mana shu efir oxirigacha o'tirib, oxirgi sovg'ani olsanglar bo'ldi. Bugun shunaqa imkoniyat bor. Deylik, bu imkoniyat yo'q edi. Qanaqa harakatni amalga oshirishim kerak? Biznes qilish uchun. Qanaqa biznes qilishimni bilib olishim kerak birinchi o'rin. Mana shu savoldan javob chiqaveradi. Qanaqa biznes qilmoqchiman? Okey. O'zimcha o'yladim, qaror qildim deylik, men buni qilishga. Misol uchun lavashxona qilmoqchiman. Bir tiyin pulim yo'q meni. deylik. Okey, bir tiyin pulim yo'q va lavashxona qilishim uchun qanaqa harakatni amalga oshirishim kerak? Birinchi lavashxona qanaqa ishlashini tushunib olishim kerak. Okey, ketdik, lavashxonaga ishga kirishim kerak ekan uning uchun. Va hokazo. Ko'ryapsizlarmi? Savoldan javob chiqadi. Savol bergin, javob topasan. Savol to'g'ri bersang bo'ldi. Prompt, bu dunyo shunaqa ishlaydi. Dunyoni o'zi sun'iy intellektga o'xshaydi. Savolni bersang, javob topaversan. Savolni bersang, javob topaversan. KPI urg'u beringlar. Son sifatga o'tar. Men boya bekor aytmadim, ko'rdinglar dedim. Qaranglar mana. Mana shu tafovutni bir marta ko'ringlar. Iltimos, harakatlar tafovuti bu. Ya'ni o'rtadagi katta farq. Mana, katta farq nimadan iborat? 2011 dan 2024-yilgacha 13 yil mobaynida hech narsa o'zgarmaganligini sababi hech narsa qilinmagan.
Va mana shu jarayonda men nechta narsalar qilib tashladim, nechta shoularga chiqdim, nechta rekord o'rnatildi, nechta chempionlar chiqdi, necha pul ishlandi. Qancha odamlar o'qidi onlayn kurslarda, offlayn kurslarda, qancha kitob yozildi, nechta do'kon ochildi, yopildi. Pandemiyada qancha pul olib turib, tiqib turib, reklamani qilib turib, katta bitta joyi arendaga olib turib, remont qildimda, pandemiya bo'lgani uchun yopib yubordim. Chetga chiqdim, o'tga chiqdim, bo'tga chiqdim. Jahon chempionatiga bordim, Filippin ochiq chempionatiga bordim. Bolalarni Rossiya sinergiya chempionatiga olib bordim. Ikkita O'zbekistondagi eng katta O'rta Osiyodagi eng katta chempionatlarni qildik. Eslab qolish zonasida 5-o'ringa chiqdik dunyo bo'yicha. Tasavvur qilyapsizlarmi? Lekin mana bu yerdagi zona hech narsa qilinmagan. Qancha ko'p narsa qilsang, eng qizig'ini aytaman, mana sizlarga bitta narsa. Bitta asosiy, men takoy tuzli fikrni yetkazib beraman, takoy eng achchiq joyini. Gap nimada? Gap shundaki, men nafaqat mana shu o'zimni eski kurgimdan o'tib ketdim. Balki men bulardan ancha ko'p xato ham qildim. Ahamiyat beringlar. Men 9 ta proyektga pul tiqib turib, omin qilganman hammasini. Polni bankrotga yopilishgacha olib borganman. Bular emas, men qilganman bu ishni. Agar bu yerdagi men muvaffaqiyatli zona olib tashlasangiz, men bulardan ancha ko'p xato qilganman, ancha muvaffaqiyatsizman bo'lib chiqadi o'z asliga. Ko'rdinglarmi? Shunga aytiladi, xatolar orqali bu narsa qilinadi. Shuning uchun ko'proq harakat qilishingiz kerak. KPI sizlarni harakatinglar bo'lishi shart ekan. Endi biz sizlar bilan istalgan ko'nikmani 10 barobarga tezroq o'rganishni ko'rib chiqishimiz kerak. Va keyingi yilga kerak bo'lishi kerak bo'lgan eng asosiy hard skilllar va eng asosiysi, bugungi eng asosiy narsada ikkita eng asosiy narsa bor. Birinchi meni o'zim rejam. Reja deb yozinglar, reja qiziq bo'lsa, sizlarga maslahat hozir rejamni tushuntirib beraman 2023-yilga. Va ikkinchisi oxirdagi sovg'a. Tadbirkorlik afsonasi nomli qo'shimcha yana bitta jonli efir. Tasavvur qiling, yana xuddi shunaqa bitta jonli efir bo'ladi biznes haqida. Вообще dahshat bo'ladi. Xudo xolasa. Reja deb yozinglar, reja kimga qiziq bo'lsa, men sekin bir chekkadan rejamni tushuntiraman. Yana bir marta. Ikkita eng asosiy narsa, chunki bu reja ham imkoniyat. Men doim aytaman, imkoniyatlardan foydalanish kerak. Xudo xolasa xuddi shu imkoniyatni sizlarga hozir ko'rsatib berishga harakat qilaman. Rahmat. Slayd topib chiqamiz. Qarab turinglar. Xo'p. Umumiy olib qaraydigan bo'lsak, men mana qo'y o'ylayman, har bitta inson o'zini g'oyasini topish kerak bu hayotda. Meni g'oyam nimadan iborat bo'lgan? Meni fundamental g'oyam boshlanishda nimadan boshlangan? Biz o'zbekistonliklar qora ishchi emasmiz. Men Rossiyada stroyka ishlagan, men bilaman ruslar bizga qanaqa qarashini, men bilaman qanaqa munosabat qilishini. Men shu narsani isbotlamoqchi bo'lganman. To'shto biz ham aqllimiz. Bizda ham miya bor. Biz ham borib, chempionatingga borib, basharangni yorib tashlashga qurbimiz yetadi aqliy tomondan ham dash. Mana shu narsani qila olamiz. Mana shu g'oya meni shuncha yil mobaynida olib keldi. Keyin meni hayolimga g'oya keldi, jahon chempionatiga borish jarayonida. To'xtab tur. Men ham ko'p pul topishni xohlayman. Nimaga menda oddiy bitta Xitoyga borib kelishga biletga pulim bo'lmasligi? Nimaga? Mana shu g'oya miyamda o'tirib, meni yedi sekin-sekin yemirib keldi. Yillar mobaynida. Va bir donagina g'oya butun umrni o'zgartirish mumkinligini men tushundim. Butun umrim mana shu trayektoriyasi o'zgarib ketdi-da. Men umuman A nuqtadan B nuqtaga sekin yetib keldim va bu narsa men uchun o'yinga aylandi. Men o'zimni hayotim bosh qahramoniga aylandim va ayrim insonlarning hayotidagi ham bosh qahramon bo'lib qoldim. Davron Turdiyev degan takoy kichkina brend paydo bo'ldi, qo'pol qilib aytganda, va mana shu narsa ko'p insonning hayotiga ta'sir qilishni boshladi. Ko'pchilik meni ustoz deyishni boshladi, ko'pchilik meni orqamdan ergashishni boshladi. Kimdir hayoti o'zgardi, kimdir chempion bo'ldi, kimdir u bo'ldi, kimdir bu bo'ldi. Juda ham ko'p insonlar oldimga kelib konsultatsiya olishni boshladi va mana shu narsa hozirgi kunda men uchun eng katta natijalardan biri bo'lib turibdi. Umumiy olib qaraydigan bo'lsangiz, Rossiya rekordini ko'rgan bo'lsangiz, 3250 ta raqamni men 2 soat ichida eslab qolganman. Bu dahshat narsa. 2023-yilda oldinglarga maqsad qo'yadigan bo'lsanglar, meni bitta bir marta eshitdinglar. Shunchaki xotiramni rivojlantiraman emas yoki shunchaki pul o'rganaman emas, yo'q, high level darajada qilaman bu narsani. Eng kuchli xotirani xohlayman yoki shunchaki ozgina pul ishlayman emas. Men pulimni, daromadimni 5 barobarga oshirmoqchiman yoki shunchaki ozgina ozmoqchiman emas, yo'q, men transformatsiya qilmoqchiman tanam. 15 kilo ozaman, transformatsiya qilaman, qorinni yo'qotaman, boshqa narsa qilaman va hokazo. Yosharaman. Yoki naborot mushaklarni oshiraman-da, kattchoq bo'laman. Farqi yo'q. Imkon qadar derskiyroq
harakat qilishni o'rganishlik kerak. Men shunchaki pul topaman emas, men atrofimdagi ko'p insondan, tam 95% insondan ko'proq pul topaman. Meni yoshim hozir 34 da. Va shu yoshga kirib, hali 34 Honda haligi hozir kimdir aytishi mumkin, 34 patsansan hali qaramasdan, to'g'ri, bir tomondan to'g'ri gapinglar. Lekin 34 yoshda men hayotimni tubdan o'zgartirishga qaror qildim. Butunlay transformatsiyaga qaror qildim va 2025-yilda men shu narsani amalga oshiraman. Xudo xolasa 2025-yil shu yoshgacha qilib kelgan hamma ishlarimni yopib boradi. Hamma ishlardan ham katta kuchliroq niyatlarni o'zimga qo'yib qo'yganman va bu niyatni sizlarga hozir aytib beraman. Hayotimdagi har bir yo'nalishda maqsadlarni qo'yib, ularga erishmoqchiman polностью. Bilmayman qanchalik bu narsa o'xshaydi, lekin maksimal ravishda o'zimni bilimni ishlatib, yillar mobaynida to'plagan narsani bitta joyga qo'yib, shularni ishlataman xudo xolasa va 2023-yilni o'zim ideal yilim qilmoqchiman. Dahshat, qaranglar ideyani, ya'ni ideal yil 2025. Mana shu yergacha yashab keldik, pandemiyani ko'rdik, boshqa narsa bo'ldi va hokazo bo'ldi. Hammamiz tirikmiz, Xudoga shukr. Va kirib kelayotgan yangi yilda 2025-yilda men o'zimni ideal yilimni yaratmoqchiman. Men hayotimni tubdan o'zgartirmoqchiman va bu meni ideal yilim bo'ladi, Xudo xohlasa. Endi men nima qilaman? Birinchi o'rinda aniqdan aniqlayman va 1 yildan keyin natijalarimni o'lchayman. Shu aniqtaga taqab aniqdan aniqlayman. Nima qayerdaman? Hozir Davronbek Turdiyev qayerda? Davronbek Turdiyev nech pul topyapti? Davronbek Turdiyev qancha nimani eslab qoladi? Nechta kitob o'qiyapti? Nechkilar va hokazo hammasini ko'raman. Va bularni aniqlayman. Undan keyin ustozlarim birgalikda maqsadlarimni qo'yib olaman. Nimaga ustozlarim birgalikda? O'zim qo'yaman maqsadlarni va ular bilan qayta tekshirib chiqaman. Ulardan maslahat olaman, ularni eshitaman. Ustoz juda ham muhim narsa, bilasizlar. Bu juda ham, misol uchun, meni hayotimning katta qismini ustozlar tashkil qiladi. Men ustozlarim bilan gaplashaman, ustozlarim bilan maslahatlashaman. Ular menga maslahatlar beradi va bu maslahatlar zo'r ishlaydi odatda. Eng kuchli ekspertlarni topaman. Misol uchun meni ozmoqchi bo'lganimda ko'rgansizlar, semirib ketgan edim. Ozmoqchi bo'lganimda men nima qildim? O'zbekistondagi eng trenddagi odamning oldiga bordim. Ahad aka Xudoyorov. Ahad aka dedim, men ozishim kerak edi. Bo'ldi-ku, men bunga yarasang bo'ldi deb tars oldimga diyetani tashladim. Bitta ushladim diyetani, ketdi 17 kilo olming. Yo'q. Tushunasizlar? Xuddi shunaqa boshqa sferalarda ham ekspertlarni topaman, ulardan o'rganaman va men bilan o'zgarishga tayyor bo'lgan odamlarni topaman. Undan tashqari rejani shunaqa tuzamanki, barchasiga erishish oson bo'ladi. Hozir rejam haqida aytib beraman. Va eng asosiysi bu men nazarimda bu yo'lni men bilan birga o'tishni sizga taklif qilaman. Bu meni maxsus taklifim bo'ladi sizlar uchun. Mana shu yo'lni, mana shu transformatsiyani, mana shu 2025-yilda kirib kelayotgan yilni ideal qilishni men sizlarga birga taklif qilaman. Nima degani? Ha, endi misol uchun keyingi yilga milliarder bo'lib ketasizlar demayapman, lekin hayotimizni butunlay o'zgartirishimiz mumkin. Men bu narsani bir necha marta qilganman va 25-yil bu oxirgi yil emas. Xudo xohlasa, hali ko'p yillar yashaymiz birgalashib. Hali ko'p yillar ko'rasizlar, nima bo'ladi, nima bo'lmaydi va qanday qilib men keyingi yilga o'zim maqsadlarimni amalga oshirishimni ham va o'chi ko'rasizlar. Xudo nasib qilsa, shunaqa dahshat narsalar kutyapti bizni keyingi yilga. O'zim ham o'ylasam g'alati bo'lib ketganman, xursand bo'lganimdan. Xo'p, endi 1 yil tez o'tadi o'zi. Juda ham tez o'tdi. Mana pandemiyaga 5 yil bo'ldi. Kimdir sezdimi? Kim sezmagan bo'lsa, men deb yozib yuboringlar. 5 yil vaqt o'tib ketibdi koronavirus kelganiga. Karantin bo'ldi, u bo'ldi, bu bo'ldi, hamma uyda o'tirdi. 5 yil. Prosta tasavvur qilinglar. 5 yil oldin nimadir boshlaganingizda hozir nima bo'lardi? 1 yil ham xuddi shunaqa. Hozir boshlasanglar, hozir qaror qabul qilsanglar, 1 yildan keyin qanaqa hayotingizning o'zgarishini tasavvur qilib ko'ring. Ya'ni 1 yil oldin shu qarorni qabul qilganim uchun juda xursandman degan gapni gapirishinglarni xohlayman. Keyingi yilga mana shu chislalarda. Ya'ni 26-dekabrda keyingi yilga ham men xuddi shunaqa marafon qilaman. Marafonda o'tirib, "Vau, Davron aka, haqiqatan ham hamma maqsadlaringizga erishdingiz, men ham hamma maqsadlarimga erishdim" deyarli qoyil qolsa arziydi. 1 yil oldin mana shu qilgan qarorim meni hayotimdagi eng asosiy investitsiyam bo'lgan ekan. Endi men bilan birga ideal yilni yaratishingiz mumkin. Men bilan birga ideal yilni sizlar ham o'zingizlar uchun qurishingiz mumkin bo'ladi va buni siz bilan qanday amalga oshiramiz? Juda oddiy, yangi bitta loyiham bor. Meni ideal yilim degani, meni o'zim rejam bu va bu ideal yil 15-yanvardan boshlanadi. 2025-yili 15-yanvaridan rovno 15, yangi yil kutib olasizlar, 2 hafta
ustakancha qilasizlar. Ya'ni mana bu marafondan oldin hamma biliminglarni bitta to'playsizlarda 15-yanvardan ideal yilni boshlaymiz xudo xohlasa sizlar bilan birgalikda. Va nima uchun bu yo'lni men tanladim? Mani bitta maqsadim bor keyingi yilga. Asosiy maqsadlarimdan tashqari mana qaranglar, men boya aytganimdek, Rossiyaga borsangiz, pasportingizni topshirganingizda bunday ko'ratdi. O'zbekiston deydi, nima kelding deydi. Xuddi men ishlagani kelyapman, men ishlagan kelmayapman. Men aytdim, men syomkaga keldim desam, qanaqa syomka? Nimaga syomkaga kelyapsan Rossiyaga? Syomkaga keldim, shouga chiqaman. Kimsan? Eslab qoluvchiman men. Rossiya, sen yashab turgan davlatda men rekordchiman. Hozir men kirib, men syomkani qilishim kerak. Ayog'i shunaqalar bormi O'zbekistonda? Конечно bor. Конечно, sizlardan ancha kuchlimiz eng qizig'i bu yo'nalishda. Shu narsani bilmaydi ular prosta. Tushunyapsizlarmi? Mana shu narsani butun dunyoga ko'rsatish niyatim bor. Ya'ni men eslab qolish bo'yicha jahon chempionatini yutmoqchiman. Tasavvur qilyapsizlarmi? Bu deyarli nereal narsa. Men hozir ham oldimdagi odamlar, Davron, endi to'g'ri Rossiya rekordi bir gap. Sen jinni bo'lib qolibsan. Qanaqa jahon chempionati deyishadi. Ko'ramiz. Qarab turinglar. Men bu maqsadimga erisha olamanmi? Endi bilmayman, Xudo biladi, lekin men bitta narsa aniq bilaman. Bu maqsadimga erishish uchun men rejani qurib chiqaman-da va butun hayotim shu narsaga bag'ishlayman. Va men aniq ayta olaman, umuman to'xtamayman. Yana bir marta sizlarni tabriklayman, yangi yil kirib kelayotgan bilan va ideal yilni men bilan birga boshlashinglar imkoniyati borligi bilan. Xo'p, demak, ushbu yo'l davomida nima bo'ladi? 9 hafta ishlayman men. 9 hafta formaga kiraman, 9 hafta mobaynida. 9 ta jonli efirlarda sizlar bilan ko'rishaman, polностью, ya'ni bo'layotgan narsalarni ko'rib chiqamiz. 9 ta darsni sizlar uchun olaman, ko'rsataman, tushuntiraman. 30 ta aniqroq, 30 dan ko'proq dars va shu darslarni o'zim hammasida o'qib chiqaman. Kuratorlar tomonidan maxsus darslar bo'ladi, ya'ni qo'shimcha yordamchilar ham bo'ladi menda. Sizlarga mana ideal yilinglarni yana ham zo'rroq o'tishingiz uchun yordam beradigan insonlar bo'ladi. Kitoblar bo'ladi. Обязательно kitob bu eng asosiy narsalardan biri va har doimgidek juda ham ko'p sovg'alar bor mendan sizlar tomonga. Xo'p, endi qanaqa bo'ladi? Ideal yilni men bilan birgalikda qanday o'tishingiz mumkin bo'ladi? Oddiy telefon yoki laptop, mana bunaqa bitta kompyuter olsanglar yoki oddiy telefoningizdan ham ko'rsanglar bo'ladi. Onlayn kuzatishingiz mumkin bo'ladi, polностью onlayn qatnashishingiz mumkin bo'ladi va onlayn men bilan birgalikda o'sha yilni transformatsiyasini boshlashingiz mumkin bo'ladi. Endi birinchi hafta nima qilaman? Men birinchi o'zimni mindsetimni to'g'rilayman. To'g'ri mindset nimaligini men o'zim to'g'rilagandan sizlarga tushuntirib beraman, ko'rsataman. Qanday ishlaydi mindset, nimaga ishlaydi? Polностью kognitiv illyuziyalardan sizlar bilan birgalikda qutulamiz. Ya'ni yolg'onlardan, qanaqadir kerak emas fikrlardan, yolg'on tushunchalardan hammasini olib tashlayman va miyamdagi tizimlarni sozlashni boshlayman. Ya'ni mindset birinchi haftadan so'ng men qanaqa natija olaman va sizlar qanaqa natija olasizlar? Mindset nimaligini yaxshilab tushunib olamiz. Kognitiv illyuziyalardan butunlay qutulib chiqamiz va miyamizni tizimlarini ishlatishni boshlaymiz. Ikkinchi haftada men maqsadni qo'yaman, ya'ni A nuqtani aniqlayman, B nuqtagacha bo'lgan yo'lni polностью chizib chiqaman. Sizlar bilan birgalikda. Sizlar ham shu narsani qilasizlar. Ya'ni A nuqtangizni aniqlab, B nuqtangizgacha chizib chiqasiz. Xudoga shukr, to'g'ri maqsad qo'yish strategiyalarini bir nechtasini ko'rib chiqamizda, eng asosiy va zo'rlarni o'zimiz uchun tanlab olamiz. Balans g'ildiragini to'ldiramiz, ya'ni qanaqa balans bo'lyaptimi hayotimizda, sog'liq, boylik, miya rivojlantirish, daromad, biznes farqi yo'q. Umumiy balans ko'rib chiqamizda va kalit nuqtalarni ko'rib chiqamiz. Shu balansdagi asosiy narsalarni nimani to'g'rilashimizni ko'rib chiqamiz. Ikkinchi haftadan so'ng biz sizlar bilan birgalikda o'zimiz shaxsiy diagnostika qilgan bo'lamiz, bitta maqsad qo'ygan bo'lamiz, reja qilgan bo'lamiz va balans g'ildiragini to'ldirib chiqqan bo'lamiz. Xudo xolasa, o'zimizni eng muhim ehtiyojlarimizni aniqlab olamiz. 3-haftada dangasalar bilan kurashishni yangi strategiyalarni ko'rib chiqamiz. Prokrastinatsiya psixologiyasi, dangasalik triggerlari nima, qanday dangasalar bilan kurashish mumkin, dangasani yechish uchun amaliy texnikalarni ko'rib chiqamiz. Polностью eng zo'rlarini o'zingiz uchun olib olasiz. Men shaxsan o'zim ishlatadigan dahshat texnikalar bor. Men uni yana ham takomillashtiraman, xudo xolasa. Chunki jahon chempionatini yutish uchun O'zbekiston bayrog'ini borib turib, mana biz eng kuchlilarimiz deb turib butun dunyoga ko'rsatish uchun mana shu texnikalar juda ham muhim. Mikro qadamlar, mikro g'alabalar usulini polностью qo'llashni boshlayman. O'zimni improve qilish uchun, yana ham kuchaytirish uchun va 3-hafta o'tgandan keyin dangasalikni deyarli butunlay yengamiz. Qo'shimcha kuchli texnikalar bilan qaytib ishlarni keyinga qoldirishni polностью to'xtatamiz. 4-haftada intizom ustida ishlashni boshlayman va sizlarga ko'rsatib beraman. Odat nima? Uni qanday shakllantirish mumkin? Nimaga shakllanadi odat o'zi? Nimani hisobiga odat shakllantirishdagi xatolarni qilamiz?
kalit odatlar nima? Qanday qilib ularni rivojlantirish mumkin? Va zararli odatlarni qanday qilib butunlay qutulish mumkinligini ko'rsatib beraman. 4-haftada odatlar mexanizmini tushunamiz, hayotimizga samarali odatlarni polностью kirgizamiz va kuchli kalit odatlarni o'zimizda shakllantirib, yomon odatlardan qutulamiz. Keyin 5-hafta keladi. U yerda men rejalashtirish usullarini takomillashtiraman. O'zim rejalashtirish usulim bor, sizlarga ko'rsatdim. Shu Talib Nassim usulini stikerlar bilan ishlataman men. Sizlarga tushuntirdim, ko'rsatdim. O'shani yana ham improve qilamiz-da, takomillashtiramiz. Polностью rejalashtirish ustida ishlaymiz. Kunlik rejalashtirish har bir minutimiz befoyda ketmasligi uchun kunlik, haftalik, oylik rejalashtirishlarni birgalikda qilamiz. Time management va get things done degan texnika bor. David Allen texnikasi, uni ko'rib chiqamiz va Eisenhower matritsasini men sizlarga tushuntirib beraman. Bu matritsa qaysi maqsad kerak yoki kerak emasligini aniqlab berish uchun kerak bo'ladi. Yana ortiqcha fikrlardan xalos bo'lamiz. Kunni rejalashtirishni o'rganamiz, haftani va oyni ham rejalashtirishni o'rganamiz bu yerda birgalikda va vaqtingizni va energiyangizni samarali sarflash masalalarini ko'rsatib beraman. 6-hafta. Mana shu joyida e'tiborliroq bo'ling. Networking haftasi. Mana shu joyda men sizlarga qanday qilib kuchli networking qurishni o'rgataman. Qanday qilib tanish bilish orttirishni o'rgataman. Qanday qilib kuchli, zo'r do'stlarni orttirishni o'rgataman. Qanday qilib boshqa insonlarga kerak bo'lish mumkinligini o'rgataman, tushuntiraman. Ishonch bilan odamlarga gapirish texnikalarini ko'rsatib beraman. Ijtimoiy tarmoqlar va shaxsiy brend qanday qilib ko'rishni ko'rsatib beraman. Menda ijtimoiy tarmoqlarda bilasizlar, plus minus agar YouTube bilan qo'shadigan bo'lsak, taxminan 900 mingdan ko'proq obunachi bor. Umumiy, lekin bitta narsani tushunib olishingiz kerak bo'ladi. Ijtimoiy tarmoqlar va shaxsiy brend sizlar networkingga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qiladi. Hatto bu 10 mingta obunachi yig'sanglar, ishoninglar, sizlar bilan odamlar o'zi boshqacha gaplashadi. Shunaqa zo'r tanishuvlar bo'ladi. Shunaqa zo'r muhitni birgalikda quramiz. Yilimiz haqiqatan ham yil oxirigacha ideal bo'ladi, chunki shu muhitdagi insonlar bizni o'zgartiradi. Xo'p, demak 6-haftadan keyin yangi foydali tanishuvlarni orttirishni o'rganamiz, odamlar bilan ishonch bilan gapirishni o'rganamiz va butun o'zimiz muhitimizni o'zgartirib, shaxsiy brendimizni yaratishni o'rganamiz. Xo'p, 7-haftada ichki transformatsiyani ishga solish kerak bo'ladi, chunki bu yerda уже оборот olyapti turgan katta tezlikda ketayotgan joyimiz bo'ladi. Bu yerda rivojlanishga to'sqinlik qilayotgan har qanaqa ishonchlarni miyamizdan olib tashlaymiz, miya bloklarini olib tashlaymiz. Fikrlash asoslarini qayta ko'rib chiqishimiz kerak bo'ladi. Va undan tashqari o'zimizga bo'lgan ishonchimizni orttiramiz sizlar bilan birgalikda. 7-haftadan keyin asosiy natijalar rivojlanishga to'sqinlik qiladigan har qanaqa fikr boshingizdan chiqib ketadi. Fikrlashingiz to'g'rilanadi, kuchayadi, asosiy joylariga urg'u berishni boshlaysiz, ko'p jarayonlarni va o'zingizda bo'lgan ishonchni bir necha karra oshirasiz. 8-hafta ko'nikmalar mustahkamlaymiz. Bu meni asosiy g'oyam oxirgi haftasi bo'ladi. Umumiy 9-hafta, chunki 0-hafta ham bor edi. Lekin bu yerda nima qilaman? Men progress analizini qilaman. Ya'ni A, B nuqta rejasini qayta to'g'irlab chiqaman. Nimaga to'g'irlab chiqaman? Shu savol tug'iladi kimdadir. Chunki 7 hafta ichida men yangi narsalarni o'rgandim va shu yangi narsalar asosida hamma narsani to'g'irlab chiqaman, xudo xolasa. Va undan keyin moslashuvchanlik va uzoq muddatli rejalarni to'g'irlab chiqaman. Yangi ko'nikma odatlarni mustahkamlab chiqaman-da. O'zimni roadmapimni tuzishni boshlayman. Ya'ni 8-haftadan keyin hamma narsani qayta ko'rib chiqaman, yangi ko'nikmalar shakllantiraman. Qanaqa ko'nikmalar menga shu yilimni ideal qilish uchun kerakligini ko'rib chiqaman-da. Va oxirgi haftaga yaqinlashaman. Bu yerda 2025-yil uchun roadmap, ya'ni yo'l xaritasini chizib chiqamiz birgalikda. Yakuniy obzor bo'ladi. Hamma bilimlarni bir marta ko'rib chiqamiz, olgan bilimlarimizni. Maqsadli kalit joylar va eng maqsadli nazorat nuqtalarini aniqlab chiqamiz. Qanday qilib roadmapda, ya'ni chizgan yo'limizdan yil oxirigacha chiqib ketmasligini ta'minlaymiz, xudo xolasa. Ya'ni bu yerda o'sha 9-haftada butun yo'limiz davomida, butun shu kursimiz davomida, loyihamiz davomida barcha o'rganilgan bilimlarni mustahkamlab chiqamiz. Maqsadni to'g'ri qo'yib olamizda va bitta yo'l chizib, shu yo'ldan chiqib ketmasligini ta'minlaymiz. Shunaqa gaplar. Oxirida mana shuni hammasini qilganimizdan keyin sizlar bilan bir marta uchrashamiz offline. Toshkentda ko'rishamiz, mana shunaqa yig'ilamiz, xudo xolasa va kimda nima o'xshadi, kimda nima bo'ldini ko'rib chiqamiz. Xudo xolasa yilingiz o'zgaradi. 1 yildan so'ng bu qaror qabul qilmaganingiz uchun afsuslanasiz, ishonavering. Ishonavering, afsuslanasiz. Xo'p, demak, asosiy narsa bu yerda qolgan loyihalarimdan farqli ravishda men shaxsan o'zim sizlar bilan birga o'qiyman. Har bitta darsni birgalikda ko'raman. Har bitta darsga birgalikda feedback beraman. O'zimning darslarim to'g'ri, lekin o'sha darslardagi vazifani qilaman. Sizlar bilan birgalikda student bo'laman, sizlar bilan birgalikda qayta o'rganaman, sizlar bilan birgalikda yangi narsalarni o'rganaman. Ya'ni bu level dahshat katta level bo'ladi. Ya'ni men o'zim uchun
Даже yana bitta patolog ko'rib chiqarishim kerak bo'ladi. O'zim yangi qo'shimcha texnika, o'zim bilmaydigan texnikalarni ham qo'shaman yani. Umumiy o'rganish jarayoniga. Plus o'zim bilgan texnikalarim ustiga, tushunyapsizlarmi? Bu 2x boost bo'ladi. Endi savol. Hayotingiz tubidan o'zgarishiga, 2025-yilningiz ideal bo'lishiga, gipotetiskiy nazariy nech pul to'lagan bo'lar edingiz? Narxi nech pul sizni ideal yilingizni? Sizni ideal. Misol uchun men bu narsa haqida o'yladim, chatga yozishim mumkin. Men pul topa olmadim. Men boya vaqtga $150 to'lashda vaqtimga 1 soatlik vaqtim meni $150 deb baholadim-ku. Bu narsani menga qiyin bo'lmadi, lekin mana shu yerda men o'ylanib qoldimda, o'yladim. Davron bu narsa bebaho dedim. Agar meni 2025-yilim ideal bo'lib bersa, bo'ldi. Boshqa hech narsa kerak emas. Umringiz oxirigacha shu narsa sizni aniq olib ketadi. Shu narsa sizni aniq olib ketadi. $250, $200 mana $10,000, $1,000, kimdir $100,000 deb yozibdi. Akalar, 1 yilingizda $100,000 bo'lsa, iltimos men bilan ideal yilga qatnashmanglar. Iltimos sizlardan mana shu 100,000 deb yozganlardan sizlarga bu narsa точно kerak emas. Katta ehtimol sizlarga hech narsa yordam ham bera olmaydi. Masala nimada? Masala shundaki, kursda hammani men kutmayman. Men bilan birgalikda, ya'ni bu yo'lda men bilan birgalikda yuruvchi inson menga o'xshash kerak kamida. Menga o'xshagan insonlar qanaqa? Menga o'xshagan insonlar intiluvchan, o'zgarishga harakat qiladigan. Men o'zda shu zonada ham men nimadir o'zgartiraman, transformatsiya qilaman deb turibman. Mana shunaqa. Hamma narsani bilaman, o'zimcha zo'rman va hokazo. Kerak emas akalar. Tem bo'li o'zingizlarni 1 yil umringizlarni o'zgarishini 100 mingga baholadigan bo'lsanglar, iltimos uyda o'tiringlar. Kerak emas sizlarga bu narsa aniq. Xo'p, mayli, tariflar. Birinchisi mustaqil tarif. Mustaqil tarifda 9 haftalik video darslar bo'ladi, полностью. Umumiy chat bo'ladi, u yerda gaplashishimiz mumkin bo'ladi, ya'ni hamma qatnashchilar vazifalarni qoldirmasdan qilishingiz uchun asbob-uskunalar beriladi, ya'ni checklistlar beriladi, boshqa narsalar beriladi va kurs yakunigacha dostуп bo'ladi, loyiha yakunigacha. Xo'p, demak, premium tarifda, mustaqil tarifda nima bo'lsa hamma narsa bor. Undan tashqari plus ustozlar bo'ladi, kuratorlar, savol-javob imkoniyati, uy vazifa tekshirish bo'ladi. Bu yerda uy vazifalar beriladi, tekshirishadi. Eng qizig'i, meni uy vazifalarimni ham tekshirishadi, meni uy vazifa topshiraman sizlar bilan birgalikda. Xo'p, demak, bir haftada bir marta men jonli efirga chiqaman, sizlar bilan gaplashaman, nima bo'ldi, nimalar o'zgaryapti, qanday ketyapti, ideal yilimiz qanaqa ketyapti va hokazo. Va kurs yakunidan so'ng yana 1 oy mobaynida kuratorlar sizlar bilan aloqada bo'lishadi, xudo xolisa. Undan tashqari yakunlanganingiz haqidagi sertifikat bo'ladi, bitiruv kechasi bo'ladi va 30 kunlik to'lovni qaytarish kafolati bo'ladi. Agar natija olmasangiz. Xo'p, demak, VIPimiz premiumda mustaqilda nima bo'lsa hamma narsa bor. Undan tashqari shaxsiy kurator bo'ladi, 8 marta Zoom kuratorlar bo'ladi. VIPda bitta asosiy farq bor. Qolgan любой loyihamdan tashqari 4 marta men bilan birgalikda Zoom uchrashuv va 4 marta men bilan birgalikda offline uchrashuv. Ya'ni VIP 1 hafta Zoom, 1 hafta offline, 1 hafta Zoom, 1 hafta offline, 1 hafta Zoom, 1 hafta offline. Ya'ni offline dars butun boshli. Xo'p, mustaqil tarif 2,997,000 so'm 3 oyga umumiy. Ya'ni har oy emas, umumiy 3 oyga butun boshli. Premium 3,997,000 so'm. Va VIP tarifi 20,997,000 so'm. Nima uchun bunaqa narxligini men hozir tushuntirib ham o'tirmayman. Sababi juda oddiy. Qanaqa narx qo'yishimdan qat'iy nazar, katta ehtimol bu narx kichkina bo'lar edi bu yerda. Sababi 11 yillik tajriba, shuncha material, undan tashqari o'zim sizlar bilan harakatlanaman. Men eng asosiy sizlarga boost, motivator bo'lib beraman bu yerda. Men sizlar bilan birgalikda o'qiyman, tushunyapsizlarmi? Buni endi bilmayman qanday baholaysizlar. Misol uchun men taxminan hisob-kitob qilganimda ko'rdinglar, men 1 soat vaqtim $150 ga teng bo'ldi. Lekin o'zi aslini olganda bunaqa emas. Yana bir marta, bu men sizlarga takoy sal ozgina kamaytiribroq gapirdim. Xo'p, demak, hozir ekran o'chib qoladi, bolalar. Xo'p, lekin maxsus taklif. Sizlar uchun maxsus taklif. Maxsus taklif nimadan iborat? Maxsus taklif bu bizni maxsus narxlarimizdan iborat. Mustaqil tarifi 2,997,000 emas, 1,897,000 so'mga qatnashsanglar bo'ladi. Premium tarifiga 3,997 ga emas, atiga 1,997,000 so'mga qatnashsanglar bo'ladi va VIP tarifi 20,997 emas, 12,997,000 so'mga qatnashsanglar bo'ladi. Kecha hisobladik. Umumiy
misol uchun mana premium tarifini olsangiz 1,997,000 so'm. 3 oy ichida 3 oylik kursga bu bir kuniga 22,000 so'mdan to'g'ri kelar ekan. 22,000 so'mdan to'g'ri kelar. Endi 100% to'lov qaytarish kafolati bor. 30 kunlik to'lish qaytarish kafolati agar natija olmasangiz, vazifalarni bajarib. Xo'p, mana. Endi hozir taymer qo'yamiz. 20 daqiqalik taymer bo'ladi, xudo xolasa. Taymerimiz tugaguncha joiz band qilishingiz mumkin bo'ladi. Va o'sha joiz band qilganingizda taymer ichida sizlar uchun zo'r sovg'alar bo'ladi. Taymer ichidan tashqari joiz band qilsangiz, sovg'alarni yo'qotadi. Sovg'alar qanaqa? Men sizga tanishtirib o'taman. Joy band qilish eng kam summasi 200 ming so'm. Ya'ni hozir taymer tugagandan keyin mana bunday qilsanglar bo'ladi. Sizlarga qulaylik. 200 ming so'mga joiz band qilasiz. Hamma sovg'ani ushlab qolishadi. Hamma sovg'ani ushlab qolishadi. Undan keyin qolgan to'lovni 5-yanvargacha amalga oshirsangiz bo'ladi. 5-yanvargacha amalga oshirsangiz. Endi kechaning asosiy sovg'alari. Xo'p, demak, default tizimi kitobi. Ya'ni uyingizga men kitob jo'nataman. Kurs yakunigacha xudo xolasa uyingizga kitob jo'naydi. Bu meni birinchi kitobim. Default tizimi kitobi qanday qilib miyani ishlatish haqida. Bu kitob juda ham zo'r yozilgan. Mana kitob ichida tablitsalar bor, asosiy javhalari bor. Misol uchun men bitta mana miyani default tizimini ishlatish uchun qarmoqlar bor mana. Miyani tozalash uchun qarmoqli usuli bor. Hamma narsani ichiga joylashtirganman. Miyamizni super kompyuter haqida. Xo'p, demak, antidangasalik, bu ham kitobim. Bu ham uylarga jo'naydi xudo xolasa, antidangasalik. Tak, bu yerda mana bunaqa checklistlar bor, tablitsalar bor va hokazo. Bu ham bepulga uylarga jo'naydi. Shunchaki taymer ichida kursdan ro'yxatdan o'tsanglar, buni ushlab beramiz va o'sha qolganini 5-yanvargacha to'lab olsanglar, bularni o'sha sizlarga sovg'a sifatida berishadi. Keyingi sovg'a. Ramazon workshopi 3-sovg'a asl narxi bebaho deb qo'yishibdi yigitlar. Haqiqatan men nazarimda shunaqa. Nima uchun bu workshop qilyapmiz? Sababi juda oddiy. Kursimizni yakuni Ramazonning yarmigacha boradi. Taxminan Ramazonda mart boshida boshlansa, Ramazonda ham intizom bo'lish kerak, energiya bo'lish kerak va hokazo. Shuning uchun bir marta workshop qilib olamiz 2 hafta mobaynida. Ya'ni kurs umumiy davomiyligi yana ham uzunroq bo'ladi. Ramazon yakunlangandan so'ng intizom tizimini ishlab chiqarishingiz uchun, ya'ni hayotinglarni o'zgartiraman hayotimni deydi ko'pchilik, keyin Ramazon tugagandan keyin yana qo'yib yuborishadi. Mana shu narsa bo'lmasligi uchun qo'yilgan maqsadlarning qadriyatlarga asoslanib qayta ko'rib chiqiladi va emotsiyani to'g'ri boshqarishi va fikrlarni nazorat qilish masalasiga bu yerda o'rgataman. 4-sovg'a 10x daromad ismli nomli sovg'a aniqrog'i. Bu Anvarbek Baxtiyorov sovg'asi sizlarga. Bu yigit meni komandamda ancha yildan beri birgalikda ishlaymiz, hamkorlikda ishlaymiz. Bitta masala, bu yigit O'zbekistondagi eng kuchli digital marketolog meni nazarimda va qanday qilib pul topishi bu bola zo'r biladi. Va mana shu kursni sizlarga shunchaki sovg'a qilamiz. Bu kurs qanchadir ham $1000 bu sotib yurgan ilgari men aytdimki, "Davay, meni shogirdlarimga men bilan birgalikda ideal yilni o'tmoqchi bo'lganlarga shu kursni shunchaki sovg'a qilib yuborar." Ya'ni daromadni 10 barobarga oshirish, yuqori daromad keltiradigan kasblar qanaqa, mijozlarni qatdan jalb qilish qadamma-qadam tushuntirib beradi. Qimmat sotish sirlari, ya'ni qanday qilib biror narsani qimmat sotishingiz mumkin, oddiy o'z uslugingizni qanday qimmat sotish va jamoa orqali o'sha kengayish, biznesda kengayish. Xo'p, demak, 5-sovg'a money making. Bu o'zimning kursim. Bu yerda qanday qilib pul qilish, MVP, biznes boshlash uchun investitsiya topish sirlari, ta'sir o'tkazish psixologiya, ta'sir, ya'ni tanish orttirish va networking. Anti stress 6-sovg'a. Qanday qilib stressdan, ya'ni bu sovg'alar, mana shu hamma kurslar, men charchab ketdim kurs e'lon qilib, hamma sovg'a tasavvur qilyapsizlar. Stressdan butunlay qutulish qanday qilib? Xo'p, fikrlash degan kursimiz bor. Bu ham sizlar uchun sovg'a. Qanday qilib yolg'on ma'lumotlarni qilish mumkin, filtrlash mumkin, mindsetni yaxshilash mumkin, qanday qilib dunyoqarashni o'zgartirish mumkinligi haqida. Hop, Escape the Matrix, yolg'onlardan qutulish, matritsa nimaligini tushunish, social matrix haqida gaplashamiz bu yerda. IQ, EQ ni rivojlantirish va buyuk filtr texnologiyasi. Hop, demak, agar 100% to'lov qiladigan bo'lsanglar, umumiy baribir hamma 100% to'lov qiladi sovg'alarni olish uchun. Lekin hozir 200 ming so'm bilan joiz band qilmasdan keyingi qolganini to'lab emas, polniy sraz bugun 100% to'lov qiladigan bo'lsangiz, skidkadagi narxini, ya'ni maxsus taklifdagi narxini sizlarga super intizom nomli katta kursimni bepulga sovg'aga berib yuboraman. Juda ham katta kurs. Bu yerda zararli odatlardan qutulish, intizom haqida hamma narsa bor. 2 oylik, 3 oylik kurs bu ham. Tam qanchadir ham 30-40 soat, 20 soat darsi bor ichida, juda ham ko'p darsi bor. Bemalol bunda o'qishingiz mumkin bo'ladi bepulga. Yana
Yana bir marta tariflar, mustaqil tarif 1.897.000 so'm, o'zi 3 million deyarli. Premium tarif deyarli 4 million narxi, lekin 1.997.000 so'mga tushirdik va VIP tarifi 21 million edi deyarli narxi, 12.997.000 so'mga tushirdik. 20 daqiqa vaqtingiz bor va to'lov qilish tartibini hozir tushuntiraman. Birinchi qadam Telegram kanaliga kirasiz yoki havolaga bosasiz. YouTube'da bo'lsa havola chiqadi. Chatga ham havola tashlanadi, havolaga bosasizlar. Agar Bizonda bo'lsangiz shuni pastda havola turadi. Pastdagi havola orqali o'tsanglar bo'ladi. Men ko'rsatib ham beraman hozir. Keyin mana bunaqa sayt ochiladi. Saytga iltimos telefon raqami, ism, familiyani to'g'ri yozinglar, shoshilib noto'g'ri yozib qo'ymanglar. Davom etishni bosasizlar, telefon raqam tarif tanlab yozganingizdan keyin, misol uchun premium tanladingizda, o'tda mana payme, uzum, klik bor. Pulingiz naqd bo'lsa yoki boshqacha yo'l bilan to'lamoqchi bo'lsangiz, shunchaki zaявкani qoldirib, pastda yordamchiga yozib qo'ying. Men to'lamoqchiman va hokazo. Payme uzum klikka kirasiz, to'laysiz va qaytib chek yuklaysiz. To'liq to'ladingizmi yoki joiz band qildingizmi? Undan keyin siz bilan taxminan 48 soat ichida bog'lanishadi, Xudo xohlasa. Tak, tayyor bo'lsanglar, men ideal yil uchun naborni ochiq deb e'lon qilaman va 3 2 1 timer ketdi. Xo'p, demak, yana bir marta tushuntirib beraman, nima qilmoqchiman. 8 hafta mobaynida, aniqrog'i 9 hafta mobaynida, 3 oy mobaynida men o'zim hayotimni butunlay transformatsiya qilmoqchiman va bu narsani birga qilaylik deb sizlarga aytaman. Birga qilaylik. Ya'ni 2025-yilda butunlay boshqacha bo'lishini xohlayman. Men o'zimni shakllantiramiz birgalikda. Maqsadlarni qo'yib chiqib 2020 asosiy sovg'alar masalasi mana. Umumiy sovg'alarni oladigan bo'lsak, birinchi sovg'a bu maxsus taklif. Bu meni sizlarga bo'lgan maxsus taklifim. Maxsus taklif nimadan iborat? O'zi kursi narxi mana bunaqa, ya'ni mustaqil tarif 3 million 2.997.000, premium tarifi 3.997.000, VIP tarifi 20.997.000. Lekin maxsus taklif orqali bu narxlar deyarli 2 barobarga kesildi. Misol uchun mustaqil tarif 1.897.000, premium tarifi 1.997.000 va VIP tarifi 12.997.000. Endi hisoblaydigan bo'lsak, kuniga faqatgina 22.000 so'mdan chiqadi. To'lov qaytarish kafolati bor, 30 kunlik. Agar vazifalarni qilib natija olmasangiz, okey, joy band qilish minimal summasi. Hozir 18 daqiqa vaqtingiz qoldi va siz aytishingiz mumkin, menda hozir 1.800.000, 1.900.000 pul kartamda yo'q, va hokazo. Mayli. 200.000 so'm tashiysiz. Timer ichida hisobga o'tadi va hamma sovg'alar ushlab qolgan to'lovni 5-yanvargacha amalga oshirib olsangiz bo'ldi. 20 daqiqa timer edi, o'zi 2 minut o'tib bo'libdi. Qaranglar bir pasda. Endi sovg'alar, uyingizga jo'natadigan sovg'alarim bor. Birinchi sovg'am default tizim kitobim. Birinchi. Eng qizig'i qaranglar, kecha kimdir ro'yxatdan o'tgan bo'lsa, bugungi yangi sovg'alar sizlarga hammasi o'tib ketadi. Men aytdim, kecha birinchi ro'yxatdan o'tganlar men juda yaxshi ko'raman. Tez qaror qabul qiladigan insonlarni sizlarga kecha ro'yxatdan o'tganingiz uchun bugungi qo'shimcha yangi sovg'alar sizlarga bor o'zi. Xo'p, default tizimi antidangasalik, Ramazon workshopi, ya'ni Ramazonda qanday qilib qadriyatlarga asoslanib maqsadlarni bog'lab chiqib, dangasalikni, ya'ni intizomsizlikni yo'lga qo'ymaslik Ramazon tugagandan keyin. Nimaga bu narsani qo'yganman? Sababi juda oddiy. Kursimiz Ramazonga borib taqaladi. Keyingi sovg'a Anvar Beyning sovg'asi bu. Anvar mani sovg'a